umumiy tizim buzilib ketgan. Oila bu biznes, bola bu produkt. Inson hamma narsaga qodir emas. Solishtirish dunyodagi eng tupoy narsa. Natija ko'zga ko'rinadigan narsa emas. Dangasalikning asosiy sababi men energiya yo'qligi deb bilaman. Kattalar bilan bolalarni nima farqi bor? O'qitishda Kattalar bilan qiyinroq. Odamlar prosta ko'p kerak emas narsani o'ylashadi deb o'ylayman. odamni dushmani odam. Insonlarda xotirada muammo yo'q ko'pincha. Sohani o'zini qidirib kelmaganman, ya'ni men o'zimni muammomni yechish uchun duch kelib qolganman bu narsaga. Har bir inson hayotida shunday bir nuqta bo'ladiki, aynan mana shu nuqtadan keyin uni hayoti butkul o'zgaradi. Va bu nuqta bir suhbat bo'lishi mumkin, bir kitob yoki bir insonning maslahati yoki fikri. Men Iroda Rahmonova, Atilmiz onlayn maktabining asoschisi, shu bilan birgalikda 15 yillik tajribaga ega arab tili ustoziman. Va bu Iroda nuqtasi podkasti. Biz insonlarni o'zgarishiga, rivojlanishiga hissa qo'shadigan podkastlar seriyasini olishga qaror qildik va biz buni Iroda nuqtasi deb atadik. Va bu nuqta sizni o'sha o'zgarmoqchi bo'lgan nuqtangiz, rivojlanishga qadam bosmoqchi bo'lgan nuqtangiz bo'lsa ajab emas. Va bugungi mehmonimiz inson xotirasi qanday ishlashini va uni qanday rivojlantirish kerakligini chuqur o'rgangan yetuk mutaxassis ekspert Davronbek Turdiyev. Xush kelibsiz Davronbek. Taklif uchun Hurmatli vaqtingizni ayamasdan ushbu podkastga tashrif buyurganingizdan minnatdormiz. O'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Davronbek, familiyam Turdiyev. Oxirgi 13 yildan beri eslab qolish bilan shug'ullanaman. Sportivное запоминание deydi. Ya'ni tam maxsus musobaqalar bor, kim ko'p, kim tez eslab qoladi. Shundan sohaga adashib kirib qolganman. Tasodif taqozosi bilan va shu hozirgi kunda shu kasbim bo'lib qoldi. Hozir mana shu kurslardan, sizni mnemonika kurslaringizdan odamlarda qanaqa natija ko'ryapsiz? Ustoz uchun natija muhim-ku. Mana qilgan ishingizdan nima bo'lyapti? Odamlar nima o'zgarish, hayotda o'zgarish bo'lyapti? Endi to'g'risini aytaman, bizda MPS degan narsa bor. MPS o'lchaymiz. Ya'ni shu kursdan qoniqish darajasini. Men kutgan natijadan sal boshqacharoq natijalar bo'ladi odatda. Men ba'zida ko'rishib qolaman, bittasi, "Oka, sizni biznes ochdim, nimadir qildim" deydi. Men hayron qolaman. Qattiq biznes men pirchomda, biznes pirchom. Siz bitta gapingiz ta'sir qildi, shunga qilib yubordim deydi. Shu yildan keladi oldin. Ish nuqtasi bo'lar ekan-da. Da, o'sha qanaqadir endi hammaga har xil. Kimdir professional nima nisib etadi, kimdir o'qishga kirgan odamlar ko'p. Kimdir diqqatimni tiklayman deydi, nimadir qiladi. Hamma har xil. Katta qismi shug'ullanmaydi baribir. O'sha shug'ullanmaganlar ham qaysidir qismi nimagadir sabab bo'ladi o'rgangani yaxshilikka. Da, ular nimadir baribir. Misol uchun mana MPS degani kurs yoqdi-yoqmadi degani. Kursdan natija olding olmading o'lchab bo'lmaydi. Kursdan konkret natija oladiganlar foizi 3% bo'lsa kerak. Shug'ullanganlar foizi bilan pashta bir xilda. Dedi bir 4-3% shug'ullandi, primera shuncha odam natija oladi. Da, qo'l bilan ushlasa bo'ladi. Natija deyapsiz endi uni. Da, shunaqa. Nimangiz darajasidagi natija. O'sha natijani nazarda O'sha natijani nazarda. Qolganlar o'zida nimadir sezgan, kimdir diqqat yaxshilangan, o'zini aytish bo'yicha deylik, boshqa va hokazo. Itogi o'sha 75% plus bizda ham pes yaxshi bo'ladi odatda. Nimadir takliflar bo'lsa o'zgartiramiz har safar. Davronbek, mana shu nuqtaga yetib kelishingizda ustozlaringiz bormi? Afsuski yo'q. Men ustozim уже kechroq paydo bo'lgan, то есть уже hamma ish bo'lgandan keyin paydo bo'lgan bir nechta odam. Demak, o'zingiz shug'ullangansiz kitoblar bilan. Eslab qolish bilanmi? Da. O'zim shug'ullangan. O'zim shug'ullanganman, o'zim qidirganman. Qiyin bo'lgan. Tim bo'la hozirgi ko'zim bilan qarayman, juda ko'p noto'g'ri yo'llarni yurib tashlaganman. Yurmasa bo'lar edi shu yo'lda. Nima uchun unda ustoz bo'lmaganligi Hech kim tushuntirmaganda, bilmaganman-da. Kimdir aytganda, men buni qilma deganda, men prosta bir necha yil umrim topolmaganingiz uchun ustoz bo'lmagan. Kim hech kim yo'q edi. Yo'q edi, ha. Bo'lmaganda hech kim. Tushunarsiz bo'lgan jarayon. Undan ham demak tezroq natijaga erishishingiz mumkin edi. Mumkin edi, da. Bu yerda bitta narsani tushunish kerak. Men ochiq-oydin aytaman. Buni kesasizlarmi yo'qmi? Juda katta omad faktorlari bo'lgan hayotimda. Men omadliman deb o'ylayman. Shunaqa ko'p yarim millimetr sal boshqacharoq bo'lganda butun narsa boshqacha bo'lib ketadi. Kamida bir 20 ta momentlarni aytib bera olaman hozir. Meni hech qanaqa daxlim bo'lmadi. Men daxlim bo'lmagan menga rekordda telefon qilishganiga, meni umuman daxlim bo'lmagan bu narsaga men borganman, qilganman, qila olmayman deganman. Hayotimda ko'tarmagan nagruskam nimagadir ko'tara oldim o'sha kuni qildim.
Mani umuman daxlim bo'lmagan, to, что mani kimdir qaysidir intervyuga chaqirdi, mani umuman daxlim bo'lmagan, to, что qayerdagu Krasnodarda yashab yuradigan bola mani rekordim ko'rib, olib YouTube'ga qo'yishiga, mani umuman daxlim bo'lmagan pandemiyaga, mani umuman daxlim bo'lmagan onlayn kurslar sotish boshlaganimda oldimda eng katta Instagram'i bor qo'shnim borligiga hayotdan 148 mingta obunachisi bor edi o'sha payt. Hech kimda yo'q edi unaqa obunachida. Bilmayman, Shohruxxonlardan bo'lmasa agar. Mani umuman daxlim yo'q. Toshkentga menga telefon qilib taklif qilishgan. Mani daxlim yo'q, mani Umni Toshkentga telefon qilib o'sha kuni master-klass reklamani ko'rib kelishganiga ko'p narsaga daxlim yo'q-da. Просто men qanaqadir jarayonda kelyapman. Muvaffaqiyat shunaqa narsa deb o'ylayman. Muvaffaqiyat to'lqinga o'xshaydi. Odam просто surfingni o'tiradi, tuta olsang, muvozanat saqlab qolasang, ketasan to'lqin bilan. Yiqilib tursang, keyingisini kutish kerak. Endi u narsa harakat qilish kerak emas degan narsaga olib kelmaydi. Yo'q, unaqa emas, unaqa emas. Men misol uchun hozir kimgadir telefon shunaqa xohlaydi-ku insonlar. Yo'q. Omadni noto'g'ri tushunish. Omad unaqa emas. Omad shunaqa narsaki, qidirib yurganingda chiqib qoladi. Uning uchun qidirish kerak, harakat. Uning uchun qidirish kerak-da. Men misol uchun olma qidirib yurdim, men bir qop olma chiqib keldi. Men omad. Harakat birinchi qadam bossin. Siz eng ключевой o'zingizni hislatingiz, mana shu darajaga yetib kelishingiz. Nima sizni ushlab turadi? Har xil holat bo'ladi hayotda. E'tiborsizlik menimcha. Men ko'p narsaga e'tiborsizman. Noqulayliklarga e'tiborsiz. Yaxshi ma'noda albatta. Tipa nimadir o'xshamasa menga katta aniq qilmaydi. O'xshamadi, mayli deyman. Dalishga Borcha qabul qilib. Kimdir hayotimdan chiqib ketaman desa, okey, men nima qilay endi? Misol uchun nasilnamenli bo'lish. Juda oddiy menda prinsip bor. Kimdir majburlab nimagadir ko'ndirib bo'lmaydi. Hech kim hech qachon majburlamaganman. Uyda ham shunaqa, misol uchun mana uydagilar menga nisbatan e'tiroz ham shunda. Ukang nima tortmaysan, tortilsa tortaman. Nima qilishim kerak? Bog'lab olib kelib urraymiganmidir. Tushunasizmi? Juda oddiy prinsip menda. Bu prinsip ba'zida yomonga ishlab beradi. Misol uchun men точно bilaman, oldimda kimdir qizigan armaturani ko'ziga tiqmoqchi bo'lsa, просто qarab o'tiraman. Taloniki, misol uchun men voy tiqma nimadir bo'ladi desangiz, baloga qolasiz. Aql o'rgatyapsan, aql o'rgatyapsan. Okey, tiq. Ko'rasan nima bo'lishini. Примерно shunaqa. Bu minusi ham bor bir tomondan. Dividendlar ko'proq. Stress kam, ko'p narsa qilasiz. Sizni manipulyatsiya qilmaydi. Hozir shu holatga o'zingiz yetib keldingizmi? Qanchadir bir izlanish bilan o'zingiz ustingizga boshidan shunaqamiz. To есть shunaqa xarakterga. Ha, hozir aytyapsiz-ku, menga hozir baribir. To'g'risini aytaymi, eslolmayman. Men bitta narsani aytaman, mana bilmayman sizda bo'lgan yo'q. Yaxshi hayotga odam tez ko'nikanda. Men oxirgi bir 7-6 yil puldan muammo bo'lmagan, pulim qolmagani ham kunim bo'lmagan-da. Masala nimada? Oldin qanaqa bo'lganini men juda smutni eslayman. Bilaman to, что qanaqadir pulim bo'lmagan, qanaqa edi shu holatlar deb o'sha ichingizdan o'tkaza olmaysiz. Yo'q, umuman. Juda tez unutiladi yomon narsa. Yaxshi narsa tez ko'nikasiz, o'sha kirishib ketasiz-da. Shuning uchun oldin shunaqa bo'lganmanmi yo'qmi, Xudo biladi, men bilmayman. Bu narsa deyishim qiyin. Menimcha to есть yoki shunga yaqin yoki shuni qanaqadir zachatkasi bo'lgan ichimda. Chunki tam aytgan narsa tagida bori chiqib keladi. Shu nimadir bor ediki, shunaqa bo'lib qolgan balki. Endi bu xarakter hamma joyda ham yaxshi emas. Prosta meni hayotimda shunaqa vaziyatlar bo'ldiki, aynan shu kalit tushib qoldi eshikka. Shu men qo'limda ko'tarib yurdim. Shu kalit tushirgan eshik kelib qoldi ro'paramga. Bo'ldi, shu bo'lgan narsa shu. To есть men nima demoqchiman, hozir kimdir ko'rib, bu qanaqa sverxodam ekan, oxirgi unaqa emas, men omad keldi. Qilgan ishim purs ko'proq harakat qilgandirman, qattadir bo'ldi. Mana shu savolni bermoqchi edim. Qanday bu joyda hozir paydo bo'ldingiz? Aynan nimanist va chempion va oldin qanaqa edi? Yo'lingizni bir qisqa aytib bera olasizmi? Endi menda shunaqa убеждение bor, istalgan nima deydi, successful case deydi, ya'ni xohlagan muvaffaqiyat tasodifga bog'liq yoki bu ko'rinishda. Ya'ni kerakli paytda kerakli joyda paydo bo'lib qolasiz. Qaysidir inson nimadir ko'rsatib qo'yadi. Nimadir bo'ladiki, sizga tegishli emas narsa bo'ladiki, o'sha harakatingiz jarayonida shunga duch kelib qolasizda boshlanib ketadi. 2011-15-yilda Namangan davlat universitetida o'qiganman. Pedagogika va jismoniy madaniyat fakultetida juda qiynalardim sahnaga chiqib gapirishga. O'ta qiyin bo'lgan menga bir qanaqadir bir
intellektual nogironday his qilardim o'zim. Bir yetishmas shu narsa. Keyin shu bitta bola bitta videoni ko'rsatib qoldi. Shundan keyin qiziqib ketib qoldim. Eslab qolish bilan shug'ullanib ketib qoldim. Bilsam sport ekan bu, bilsam musobaqalar bor ekan, shu bilan boshlanib ketdi. U yog'i yana shu qisqa qilib aytganda tasodiflar ketma-ketligi mana shu yerga olib keldi. Chiqib gapirish sizda bir Asosan shu muammo bor. va shundan keyin eslab qola olmayman so'zlar deb o'ylagandirsiz. Shunaqa ham shundan keyin pnevmonikaga kirib ketib qolgansiz. Shunaqa, ya'ni shu sohani o'zini qidirib kelmaganman, ya'ni men o'zimni muammomni yechish uchun duch kelib qolganman bu narsaga. Shunaqa bo'ldi. Va bu tasodif hozir minglab insonlarni xotirasini rivojlantirishga, o'zini hayotini rejalashtirishga sabab bo'lyapti. Shunaqa desam bo'ladi. Hozirgi gapingiz bo'yicha, demak, aynan hozirgi biz o'quvchilarimizdagi muammo sizda bo'lgan. Chunki bizda nima deyishadi? O'qiyman, eslab qola olmayman, tez unutaman. Aynan mana shu narsa sizda avval og'riq bo'lgan va siz bunga yechim topgansiz. Aynan pnevmonika bilan. Shunaqa. Xo'p, bizda asosiy auditoriya onlayn maktabda shu paytgacha mana 3000 dan oshiq odam o'qidi va auditoriya shunday bo'ldiki, 30 yoshdan 70-80 yoshgacha bo'lgan insonlar. Shunaqa tanlanib qoldi. Men o'ylamagandim boshida shunaqa bo'ladi deb, lekin shu 80 yoshgacha insonlar muqaddas til bo'lgani uchun o'rgangisi kelishadi va ularda shunaqangi bir muammo bo'ladiki, xotira. Eslab qola olmayman. Va yana shu narsa bo'ladi, ular ozgina o'qigandan keyin motivasiya tushadi. Mana shunga nima deysiz? Qanaqa fikr bildirasiz? Voy xudo. Xotirasidan noliydi. Umumiy qilib aytgan. Juda qiyin keys. Odamlarda mani subyektiv kuzatuvlarimga asoslangan holda bitta narsani ayta olaman. Insonlarda xotirada muammo yo'q ko'pincha. Xotira muammolari qachon keladi, u xudo biladi, u 60 yoshdan keyin kelar, 70 yoshdan keyin kelar. O'shanda ham birdaniga keladigan narsa emas u, sekin-sekin pasaydi. Mani kuzatuvlarimdan nimadan iborat? Odamlar prosta ko'p kerak emas narsani o'ylashadi deb o'ylayman. Noto'g'ri kutuvlar, noto'g'ri kerak emas narsalar, reallikda umuman uzilgan qanaqadir orzular, fikrlar, bir balolar. Qur'onni bir oyda yodlayman, 2 oyda yodlayman, keyin yilgacha yodlamasam bo'lmaydi va hokazo. Qanaqadir ramkalar qo'yib olishadi. Ramkalar ularni qobiliyatiga mos kelmaydi, real hayotda bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarga ham hech qanaqasiga mos kelmaydi. Oqibatda keyin ular kutgan narsa bo'lmaydi, ranjishadi, tashishadi. Motivatsiya o'ladi. Masalasi bir bo'ladi, qo'pol aytgan. Xotira masalasi, xotirani o'zi bo'limini o'rtacha yaxshi tonusda ushlash qiyin emas. Bitta vrachga borish kerak. Nevrolog, somnolog bilmayman. Miyani bitta tekshirtirish kerak. Hech qanaqa jarohat, boshqa masala bo'lmasa, muayyan preparatlar bor, o'shalarni yozib berishadi. Vrach o'zi uyquni to'g'rilaysiz, bo'ldi, xotirangiz yaxshi bo'ladi. Odatda shunaqa. Endi agar tam daholar darajada qanaqa kuchli xotira olamoqchi bo'lsangiz, bu yillar mobaynida shug'ullanish kerak. Bu qiyin, bu ko'pchilik kerak emas. Mana oddiy o'quvchi, 50 yoshli, o'rta yoshi olaylik, mana keldi. O'qimoqchiman deydi. Xotiram pas o'qiy olmasam kerak edi. Shunga demak siz tavsiyangiz nima qilish kerak? Mana birinchi tavsiya borib miyani ko'rsatish. O'zi haqiqatdan ham qanaqadir o'zgarishlar bormi deylikda. Borib ko'rsa, miya soppa-sog' bo'lsa, demak hamma narsa o'sha psixologik masalaga borib taqaladi. Ko'p holatda lekin shunaqada. Shu o'rgana olarmikinman, qila olarmikinman, yoshim o'tib qolganmikin. U yo'q endi psixologiyada men kompetensiyam emasda. Juda qiyin. Narsani aytgansiz suhbatlarda, shu eng yomon narsa insonni o'zi bilan o'zi shu yerda suhbatlashish. Shu haqida ham bir aytib bersangiz, menimcha kuzatuvchilarga bu juda ham qiziq bo'ladi. Aynan menga qiziq bo'ldi, chunki o'sha haligi odamni dushmani odam deydi-ku, o'sha suhbatlashish nazarda tutilgan bo'lsa kerak-da. Ishi qilmasdan o'zi bilan o'zi kurashadi. Endi bizda eslab qolishdi. Mana men o'zim sohamdan oladigan bo'lsam, bizda muayyan mashqlar bor. Ularni bajarish kerak. Noqulay bo'ladi, boshda o'xshamaydi, boshqa bo'ladi, bosh og'rishi mumkin, misol uchun. Ko'pchilik mashq bajarish o'rniga o'ylaydi. Eslab qola olamanmi, qila olmayapmanmi, qila olmayapmanmi, o'xshayaptimi, o'xshamayaptimi, va hokazo. Men eng meni asabimni buzadigan joyi shu, qanaqadir kerak emas turli xil fikrlar bor odamlarning boshida. O'zi shuni tozalashdan boshlash kerak. Bilmayman, meditatsiya bilan shug'ullanish kerakmi, xudo biladi. Muammo shunda deb o'ylayman. Shuni hisobiga ham odatda natija bo'lmaydi. Mana
xotiraga tegishli joyini ayting, absolyutno tupoy odamni olib kelasiz. Prям dup, kallasi ishlamaydi. Bitta o'ta aqlli insonni olib kelasiz. Haligi aqlli inson to'xtamasdan o'zi bilan haligi oldi-sotdi qiladi. O'xsharmikan, o'xshamasmikan, haligi prediction qilishga harakat qiladi kelajakni. Ani kallasi ishlamaydigan, просто bajaradi aytganingizni, bundan natija yaxshiroq bo'ladi. Ba'zan odam o'zini shunaqa tutish kerak. Qilish kerak-da, ortiqcha o'ylashdan nima foyda? Samoanaliz qilmasdan Shunaqa. demak qilish kerak. Andragogika. Bizda hozir основной mana shunaqa yo'nalish ekan deb maktabimizda. Shunaqa andragogika. Kattalar bilan o'qitishma, kattalar bilan bolalarning nima farqi bor? O'qitishda bunda nimaga e'tibor berishga, ularni bir nima edi, o'ziga xosligi nimada? Kattalar bilan qiyinroq. Bolalar qaysidir yoshgacha bir-biri bilan katta farq qilmaydi. Primерно bir xil bolalar. Yashagan saringiz har bitta odam har xil joyda yashaydi, har xil tajribani egallaydi. O'sib boradi. O'sha qavatlar har xil bo'lib ketadi keyin. Misol uchun bittasi buni to'g'ri deb biladi, ikkinchisi buni to'g'ri biladi. Bolalarga farqi yo'q. Yosh katta insonlar ideologiyani deb deylik, har xil diniy qarash yoki siyosiy qarashlarni bir-biriga nimadir qilishi mumkin. Yosh bolalar unaqa narsa bo'lmaydi. Ularga farqi yo'q. Ular o'zining hayoti bilan bolalar bilan ishlayotganda asosan игровой anaqa qilinadi. O'yin o'ynashga bola tushunishi shart emas. Mohiyatini, teoriyasini va hokazo. Просто o'ynab bajarsa bo'ldi. Deylik, eslab qolishda bo'lsa, kim tam 20 ta rasm eslab qola oladi. Kelaylik, tam eslab qolishda, sen ko'proq eslab qolding, senga tam qand misol uchun. Shunaqa jarayon. Yosh kattaga tushuntirib berish kerak. Nimaga? Chunki tushunmaguncha qo'ymaydi u. Nimaga unaqa? Boshqacha qilsa bo'lmaydi. Mana shunaqa fikrlari bor-da. Ularni yo'qotish bitta yo'li, teoriyasini boshida tushuntirib berish. Mana shunaqa, bundan boshqa hech qanaqasi yo'q. Keyin amaliyotda bajartirib ko'riladi. Adashmasam sikl kolba deydi bu narsani. Ya'ni shunaqa davri bor, qilib ko'rish kerak. Keyin feedback oladi, ya'ni qilib ko'radi va hokazo, lekin kattalar bilan ishlash qiyin, juda qiyin. Dahshat qiyin. U demak o'qituvchiga ham qiyin, o'quvchini o'ziga. Hammaga qiyin. Yosh katta insonga ham qiyin. Yosh katta inson o'zini hayotini o'zi qiyinlashtirib, boshqalar hayotini ham qiyinlashtiradigan subyekt. 99% holda shunaqa. Shundan qanday o'tish kerak? O'qituvchigami? O'quvchilarga. Chunki To'g'risini aytaymi yo? ayting. Men odam o'zgarmaydi deb o'ylayman. Hech qachon kuzatmaganman bunaqa narsani. O'zi qaror qilib o'zgarishga harakat qilish kerak. Siz bilasizmi qanaqa o'quvchilar asosan ayollar tashkil qiladi 90%. Ayollar shunaqaki 25 yoshdan keyin turmushga chiqqandan keyin o'zini unutib qo'yadi. Shunaqa. 50 yoshda uyg'onadi. Bolani joylab boshqa qo'ygandan keyin u hayot o'tib ketdi, singib ketgan o'sha hayotni, turmush nimalariga va shular kelganda suhbatlarni eshitib shunaqa hayron qolaman-da, ularni o'zlariga ham aytgan, xuddi brilliant tosh ana chang ichiga ko'milib qolganga o'xshaydi-da. Shu darajada o'zini unutgan. Bizga maktabga kelganda va 1-sinfga qaytdim. Xuddi 1-sinfda boshqatdan o'qiyapman, institutda boshqatdan o'qiyapman, yoshardim deyshadi. Va ularga menimcha shu imkoniyatni berish kerak. Va ayollarda bizda ayniqsa o'zbek ayollarda kuch ko'p ekanda, faqat u turli turmush tashvishlari, boshqa hamma narsaga bir nima deydi, yelkasiga olgani uchun o'zini unutgan. Shunaqa bo'ldi, o'sha tarafdan baribir yordam bergimiz keladi. Qanday qilib? Xohish bor, o'zgarmaydi deyapsiz, lekin xohish bo'lsa-chi? Ishonmayman odam o'zgarishiga. Kimdir o'zgarsa, izначально unga moyillik bo'lgan deb o'ylayman. Ya'ni tepadagi shaloqa tushib ketdi, ichida qoldi o'sha bor. Potensial doirasida o'zgara oladi menimcha inson. O'zini potensial. Da, chunki men shu yana bir marta shu paytgacha endi men 70 yil yashamadim hali. Adolatga joiz etib qo'ysam bo'ladi, lekin masala nimada? Ko'p keyslarni ko'rdim, inson o'zgarganini ko'rganman. Bunaqa narsa men kuzatilmagan hayotimda. Demak, boshida qanday bo'lsa shunday bo'ldi. Da, misol uchun qanaqadir muayyan stержень bor o'rtada. Uni ustiga nimadirlar mingan hayotni noto'g'ri tomonga ketgan. O'shani olib tashlasangiz ichidagi chiqib keladi. Pulga o'xshaydi. Misol uchun boyib ketsa odam basharasi ochiladi-ku. Misol uchun yomon odam bo'lsa, u tam puli ko'p bo'lgandan keyin ochiladi chehrasi. Do'qurish boshlaydi, o'zgaradi tam deylik. Va uni teskarisi, yaxshi odam bo'lsa, u puli bormi, puli yo'qmi, примерно bir xil. Hayot sifati o'zgaradi xolos. Shunaqa deb o'ylayman men. Tagidagi fundament, stержень shularga bog'liq. Da, uni o'zgartirib bo'lmaydi menimcha.
ko'pchilikka yoqmaydi bu fikr bilaman, lekin shunaqa. Tushunarli. Xo'p, xotira bilan bog'liq eng oxirgi shug'ullanmay qo'yganda keladigan kasalliklar bor. Alsgeymer, demensiya. Da, juda ko'p. Shuni oldini olish uchun pnevmonikani qanday o'rni bor? Endi pnevmonika panatseya emas. Bu kasalliklar bizdan Hojiboyev, rahmatli Hojiboyev yotib qolmaguncha vrachga bormaydi deydi o'zbeklar. Afsuski shunaqa bizda. Va demensiya bilan Alzgeymer deylik juda yomon tomoni bor. Birinchi simptomlari paydo bo'lish bilan kasallik boshlanishi oradagi vaqt hech kim katta, 10 yillar. То есть manda hozir deylik tavba qildim, demensiya simptomlari paydo bo'lsa, уже 10 yil oldin proses boshlangan bo'ladi. Buni faqatgina profilaktika qilsa bo'ladi. Xudo biladi, endi bilmayman. Alzgeymer qanaqadir уже boshlanib bo'lgan Alzgeymer davolash usuli yo'q deb o'ylayman. Bunaqa narsaga ko'rmaganman. Endi o'limdan battardir bu narsa. Va buni oldini olish faqat pnevmonika emas, любой qanaqadir xotiraga nagruzka beruvchi, diqqatga nagruzka beruvchi kunli bardavom qilinadigan mashqlar. Nimalar bo'lishi mumkin? Til o'rganish shuni oldini oladimi? Til o'rganish 100% oldini oladi. Chunki bu ham kognitivniy nagruzka, shaxmat o'ynash bo'lishi mumkin. Musiqa asboblarni chalish bo'lishi mumkin. Buni ham foydasi katta deylik. Yangi har qanaqa o'rganish jarayoni, farqi yo'q. IT ni o'rganasizmi 50 yoshda o'tirib olib kod yozishni, yangi narsa o'rganyapsizmi, miyangizda proses ketadi, jarayon ketadi, yangi to'qimalar bo'ladi, paydo bo'ladi. Demensiyani oldini olasiz. Bu 100% panatseya emas. Yana bir marta, butun umr to'g'ri yashaysiz ham demensiya bo'lishingiz mumkin. Kamroq ehtimol pasayadi. Shunaqa. Necha yoshdan keyin miya o'sishdan to'xtaydi o'zi? Miya примерно 30 yoshgacha o'sa. 30 yoshgacha. Sapolskiyni tanisiz kerak. O'zi taklif bergan-ku 30 yoshgacha o'spirin desak bo'ladi odamlar. Ya'ni примерно 30 dan keyin inson o'zini boshqarish boshlaydi. O'shanda ham oxirigacha boshqarmaydi, menimcha, Demak 30 yoshdan keyin miyani o'sha urovingda ushlab turish uchun doim harakat qilish kerak. O'sishdan to'xtagandan keyin. Bo'lmasa pastga qarab ketadimi? O'sha neyronlar paydo bo'lishi. Endi aytaymi yoshi bir 45 lardan keyin pasayishni boshlasa kerak. Ungacha endi zararli odatlar, har kun ichib, chekib, boshingizga zarba yeb, shunaqa hayot kechirsangiz ertaroq bo'ladi. Просто to'g'ri oddiy inson hayotini yashasangiz, har kun ozgina yurib qo'ysangiz ham, deylik, yer chopib qo'ysangiz ham 45-50 gacha hech narsa bezovta qilmaslik kerak. Va undan keyin, demak, o'sha siz aytgan narsalar bilan sekin ketadi. Til o'rganish, shaxmat. Da, til o'rganish, shaxmat, ehtimol pnevmonikadir, nimadir yangi narsa o'rganish. Oddiy bitta crossword yechib o'tirish ham menimcha bemalol bosadi anaqani funksiyani. Yana bir shunaqa savol, endi o'zimiz o'quvchilardan kelib chiqaman, chunki ularga foydali bo'lsin deb mana shu podkastni qildik. O'sha natijani tez kutish deymizmi? O'sha yarmida tushib ketadi. Har qancha motivatsiyasi baland bo'lmasin. Shuni sababi nima? Va buni yengishga nima tavsiya qilasiz? Sizda chunki intizom bilan bog'liq ham juda ko'p ko'rsatmalaringiz bor, darslaringiz bor. Natijani tez kutish. O'sha motivatsiya tushib ketmasdan oxiriga borish uchun nima qilish kerak? Ko'pchilik mana rivojlanish trayektoriyasi diapazonda bo'ladi doim. Mana shuni tushunishmaydi. Ya'ni, misol uchun, хороший день degan narsa bor. Men o'zim yaxshi kunimda zo'r natija ko'rsatishim mumkin. 500+ raqam eslab qolishim mumkin. Men o'zimni xuddi menman, просто kayfiyatim yo'q yoki ertalab turganimda noto'g'ri ovqatlanib qo'yganman-da, o'sha kuni sal pastroq bo'ladi natija. Ya'ni muayyan diapazonda rivojlanasiz. Hech qachon bitta forma ushlab bir xil keta olmaysiz. Bu jismoniy imkonsiz. Robot emas, har doim bir xil bo'lgan. Robot ham o'zgaradi даже. Shunisi ham bor. U ham qanaqadir materialdan tashkil topgan, batareykasi o'tiradi deylik boshqa. Inson teng bo'ladi. Faktorlar juda ko'p. Va asosiy sabab menimcha noto'g'ri urg'u. Ya'ni odamlar fokusini natijaga qaratadi. Ko'p sohalarda, xususan til o'rganishda natija ko'zga ko'rinadigan narsa emas. Men til o'rganish qanaqa tasavvur qilaman? 1 yil til o'rgandingiz, ertalab tursangiz shu tilda gapiryapsiz o'zdan o'z. 1 yildan keyin. Sekin-sekin o'zgarayotganingizni kuzatib keta olmaysiz. Orada umuman hech narsa o'zgarmayotgandek tuyuladi. Keyin bir kun ertalab tursangiz, haliga bolalarga o'xshaydi. O'zingiz bolangizni ba'zida ovqatga o'tirib, qaraysiz-ku, katta bo'lib qolgan bo'lar. U katta bo'lganini ko'rish uchun Rossiyadagi qarindoshingiz kelish kerak. Bolang katta bo'lib ketibdi, sizga bilinmaydi. Siz har kun ozgina o'zgarishini ko'rgansiz-da.
Примерно shunaqa masala borda, buni sezmaydi odamlar. Shuning uchun qanaqadir kutuv, tezroq men natija olay, tezroq menda qanaqadir haligi bo'lsin, o'zgarish bo'lsin deb kutgani uchun hafsalasi pir bo'ladi, motivatsiyasi. Sinadi, pishadi, to'kiladi va hokazo. Keyingi masala odamlar o'zini boridan ortiq baholaydi deb o'ylayman ko'pchilik. Men hamma narsaga qodirman deb o'ylaydi. Juda eng katta illyuziya odam hamma narsaga qodirman deb o'ylashi. Odam maksimum bitta ikkita ishni umrining oxirigacha bo'lamaydi, normalni qilib tamomlashga qodir bo'ldi. Siz yoki zo'r lingvist bo'lasiz, yoki zo'r programmist bo'lasiz, bo'ldi. Ikkinchi kasb xuddi shu darajada egallay olmaysiz. Yo'q, iloji yo'q bu narsa. Shuning uchun hamma narsani tiqib tashlab, qo'l og'ziga tiqib tashlab, 87 ta ish bilan shug'ullanguncha chopib muhimlarni qoldirish kerak. Til o'rganish kerakmi? O'rganish kerak. Kim aytgandir uchun emas va hokazo. Ba'zilar keladi, ingliz tilini o'rganmasam hayotim u bo'ladi, bu bo'ladi. Qachondan beri o'rganmoqchisan desam, 10 yil deydi. 10 yil yashayapsan, dalshi ham yashar, nima qilasan o'rgan. Men ritorikam juda oddiy deydi. Kerak emas ekan-da, kerak bo'lganda o'rganardi. Masala shunda. Shuning uchun ham ko'pchilikka menimcha kerak emas o'zi aslida olgan til o'rganish, boshlab qo'yishadi. Aslida kerak, просто ularni tam nima deydi, xohish yo'q yoki qayerdagidir orzularni boshiga tiqib olgan. Keyingi masala kutuv bo'lsa kerak, xudo bilan. Bu savolga javob bilan oxirigacha topdim deya olmayman. Demak, o'sha haqiqiy xohlaganda odam qiladi. Majbur bo'lganda. Majbur bo'lganda. Agar bolang o'ladi, 8 olishing kerak desangiz, olasiz shu 8. Qolgan любой putdan yotaverasiz telefon. Chunki bilasiz, ertaga shu arab tili yoki ingliz tilini o'rganmasam, xolodilnigimda non bo'ladi, qaymoq qilib o'tirayman, televizor ko'raman. Hayotda konseptual hech narsa o'zgarmaydi. Lekin konda deylik, siz kimdir raki bo'lsa yoki o'yin stavkasi baland bo'lsa, odam уже boshqacha o'ynashni boshlaydi. Muhim emas narsalarni yig'ishtirish boshlaydi. Masala shunda. Muhimlik darajasi. Da, shuni o'ylab ko'rish kerak. Birinchi o'rin, o'zi kerakmi menga til o'rganish kerak. Tamom, shunaqa. Tushunarli. Xo'p, demak, dangasalikchi. Bu yerda qanday o'rni bor? Bu yerda. Dangasalik. Biz insonlar, odamlar yengil narsaga o'rganib qolganda, men aytaman, sal qiynalsa bolalarni o'ylaylar, maktabda bir kunda 6 ta predmet o'tadi. 6 kun o'qiydi va biz ulardan talab qilamiz. O'zingiz endi o'rningizga qo'yib ko'ring shu bolangizni deyman. Qanchalik ko'p biz talab qo'yapmiz ekan. O'zingizga shuni qanchadan birini qo'ying. Endi dangasalik juda universal narsa va dangasalikning asosiy sababi men energiya yo'qligi deb bilaman, lanjlik. Misol uchun Darafeyev kitobi bor, Pуть Jedaya degan zo'r kitob. Umumiy kitobni passivi, ya'ni shu dangasalikni yengish uchun birinchi o'rinda uyqungni to'g'irla. Normalni uxlamas ekansan, normalni dangasalikka qarshi energiya yetmaydi, kayfiyating bo'lmaydi va hokazo. Shu masala, bitta check-up qilib olish tavsiya qilaman. Borasan, qoningni topshirasan, ko'rasan, nima gormonlar nimadir bo'lganda, gormon boshqaroq odammi bilamiz. Любой his tuyg'ular emas gormonga borib taqaladi. Hayotingizda baxt bor yo'qligi ham gormonga borib taqaladi. Uni ham to'g'rilasa bo'ladi yoki ko'rish kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, ustingizda kimdir tursa, mana bolalar nimaga qiladi? Sababi bolalarda vibr yo'q-da. O'ziga qo'yib bering, qilmaydi. Xohlasang qila olmasang ham qilmaydi. 99% bolalar shuni darsdan chiqib ketadi, bo'ldi, maktablar bo'sh qoladi. Majbur ular shu narsani qilishga. Xuddi shu majburiyatni ustingizda turib qildiradigan odam kerak ko'pincha. Ustoz deymiz. Uni ustoz qildiradi. Da, shu qildirib, talab qilib olib va hokazo. Iloji yo'q shu insondan xijolat qilganingiz uchun ham qilasiz nimani. Shu ikkita variant. Bu yoshiga bog'liq emas ekan-da, necha yoshda bo'lsa ham odam o'zini boshqara olmaydi. Yo'q. O'ziga muhtoj. Odam ulg'aymaydi, odam qariydi. Qari yosh bolalar ham. Masala shunda. Ya'ni tanamiz o'zgaradi, mana juda kech o'zgaradi. Yaxshigina kechku bo'ladi. Tanaga nisbatan. Da, o'zdan 50 ga kirgansiz, 50 yoshli erkaklarni qarang. Men misol uchun taniyman. Yosh bo'ladi ko'p. Moshinalar, bir narsalar. Achkiniki, sochini nimadir qilib yurishadi. Ne o'ylab qarasiz, jinnining. No, просто yosh bola, 50 ga kirgan yosh bola. Mana shunaqa masala. Shuning uchun odam qachondir o'zini boshqarish darajasiga keladimi? Yo'q. Odam 70 yilni ham, 70-80 yoshda ham ahmoq bo'ladi deb o'ylayman. Shu yosh bolalik nimaga bog'liq? Bizda ham o'quvchilarda shu yosh bolalik juda ko'p. Yaxshi baho qo'ymadingiz, 60 yoshli o'quvchilar ham shunaqa deydi-da. Shunaqa. Meni e'tirof qilmadingiz, yaxshi baho qo'ymadingiz. Bu nimadan darak yosh bolalik? Rivojlanishdan qolib ketgan ular. Menimcha anaqa.
qarang, bu infantilizmda, bu umumiy sistemani buzuqligi. Misol uchun mana bizda deylik, o'rtacha O'zbekistondagi o'rtacha ssenariy 20 yoshli bola, 17 yoshli qiz turmush quryapti. 2 yosh bola turmush quryapti. 2 yosh bolani yosh bolasi bor. Nimani biladi bularga berish mumkin bo'lgan narsani. Va bularning ota-onasi nimanidir biladi deb o'ylasanglar, dahshat adashasizlar. Umuman boshqa zamonda o'sayotgan insonni, umuman boshqa o'tmishda o'sib kelgan odam bu zamonga tayyorlana olmaydi. Yetarlicha tushuntirib bera olmaydi. Zamon qanday ishlayapti, sun'iy intellekt bor hozir misol uchun, juda ko'p narsa o'zgargan. Bular ham tayyor emas bolani tarbiyalagani, bular ham tayyor emas bolani tarbiya. Paytogu bilganicha tarbiyalaydi. Turli xil nuqsonli bolada qolib ketadi. Ya'ni material oxirigacha ishlab chiqarilmaydi. Vaqt ko'p emas, примерно 5 yil bor от рождения. Bolani to'g'ri tarbiyalab olish uchun. Da, mana DNA Saskent zo'r kitobi bor. 90-95% oladiganingiz 5 yoshgacha olib olasiz. То есть deylik tam 70 yosh yashasangiz, birinchi 5 yil 90%, keyingi 10%, keyingi 65 yilda olasiz. То есть keyingi bilimingiz, tajribangiz va hokazo birlamchi fundament qiyshiq bo'lsa, deylik siz yoshligingizda nevrotik bo'lsangiz, bo'ldi. Nima o'rganishingizdan qat'iy nazar nevrotik bo'lib o'rganasiz, tushunarsiz. Nervni pianist bo'lasiz, misol uchun-da, pianino o'rgansangiz. Va hokazo shu muammoni hisobiga odamlarning katta qismi shunaqa qolib ketgan. Mana biz o'sdik-ku, mana biz normalniy o'sdik-ku deydi. O'ylab ko'rish tavsiya qilardim. Normalniga o'sdikmikan o'zi? Juda katta muammolar, shuncha yosh kattalarda, endi tasavvur qilinglar, mana 50 yosh, 40 yoshga kirgan insonlar shunaqa o'zi bilan o'zini boshqarish bilan shuncha muammo bo'lganda, yoshlar qayerga borsin? Kimdan borni maslahat olsin? Kattalar o'zini boshqara olmayapti. Umumiy tizim buzilib ketgan, oqibatda katta inson o'zini prosta til o'rganishga majburlanmay o'tiribdi. Shunaqa. Lekin ko'p holatlarda shuni kuzatamanki, insonlar necha yoshda bo'lsa ham aytdim-ku, qanchadan keyin uyg'ongan, o'zgarishga tayyor bo'lishadi, ishadi ham. Bunaqa ham protsenti kam emas. Ichidan chiqadi, shu menimcha o'tirgan o'sha ichida shu odam. O'tirgan, buloq bo'lib, vaqti kelib otilib chiqdi. Aytdingiz mana dankasalik birinchi analiz topshirsin tam, yaxshi chiqdi deylik, bildik deylik, no baribir dankasa. Keyin nima qilish kerak? Ustoz topadi. Yo, qarang, yana bitta masala. Men 100% qanaqadir anaqa aytmayman. Ba'zi insonlarga iloji yo'q. Faqat avtomat bilan kallasiga qo'yib ishlatish kerak. Ustoz topish kerak. Nima qilmoqchisiz? Til o'rganmoqchimisiz? Bitta odam bilan individual ishlang. Nima qilmoqchisiz? Ozmoqchimisiz? Boring bitta fitness treneri toping. Eng oson qisqa yo'li shu. Juda qisqa yo'li, o'zingizni aqliy, asabiy energiyangizni, stressingizni pul bilan berib yuborasiz kimgadir. Siz o'ylashingiz kerak emas. Siz o'zingizni majburlashingiz kerak emas. Kimdir majburlaydi. Kimgadir shuni topshirish. Juda oddiy. Bu yerda ham shunaqaki, o'sha pulni xarajatni deymizmi, investitsiya bu o'zi asli o'ziga unaqa tushunmaydi. O'zi investitsiya. Xarajat deb tushunadi. Endi buni shunaqa cho'zilib odamlar shunaqa rivojlanish yo'li davom nima cho'zilib ketadi. Bizda o'zi anaqa nematerialniy narsaga pul sarflash ko'zda tutilmagan O'zbekistonda. Sal mentalitetimiz shunaqaroq. Ushlaydigan narsa bo'lishi. Bizda ushlab ko'rish kerak, nimadir. Bilim esa unaqa emas. Shunaqa. Yana bizda o'sha o'quvchilar og'riqlari boshqalar bilan o'zini solishtirish. Eng to'poy og'riqlardan biri. Juda ko'p. Izoh beraymi bunga? Izoh va yechim. Yechimi yo'q buni. Men yechimini topolmayman. Har holda men bilmayman, ehtimol bordir. Qanaqadir yo'naltirish bo'lmasam. Yo, endi men nima deyman? Men buni qanchalik to'poyligini ko'rsatib, logik tushuntirib bera olaman. Shuni o'zi ta'sir qilsa qildi. Qilmasa, bo'ldi, odam shunaqa ekan deb qo'ya qolaman. O'zini o'zi solishtirish dunyodagi eng to'poy narsa kimdir buni. Absolutni boshqa genetik sostavga ega, umuman boshqa muhitda o'sgan, umuman boshqa imkoniyatlarga ega, umuman boshqa antropometriya, fiziologiya, butun boshli boshqa mavjudot bilan o'zingiz solishtirishingiz, endi bu odam tom ketib qoladi-da. Ya'ni men doim aytaman, masalan, men nima qilayman? Men yoshim 35 da. Mendan ko'p pul topadigan, mendan 15 yosh kichkina bolalar yo'qmi? Bor. Nima qilishim kerak endi? O'zim osib yuboraymi yo nima deydi, qanaqadir samatsenkam tushirishim kerakmi? Nima qilishim kerak? Asosiy masalani ko'pchilik tushunmaydi. Boshqa insonni sizga daxli yo'q.
umuman daxli yo'q. 7 yot begona qo'shningiz ham. Qo'shningiz sizga begona inson bu. Ertaga siz mashina bilan nimadir bo'lsa, u hayotda hech narsa o'zgarmaydi. Ertalab turadi, xotini aytadi, qo'shni o'lib ketsa, yaxshi deydi, ana gazetani ber deydi, o'qib o'tiraveradi. Hech narsa o'zgarmaydi hayotda. Tabiiyki, umuman sizga tegishli bo'lmagan, men tavsiya qilaman, zo'r narsa bu, sindrom главного героя. O'zingizni bosh qahramon tasavvur qiling. Qolganlar botlar, NPSlar. Bo'ldi, yashashancha osonlashadi. Masala shunda, ya'ni boshqa bilan solishtirsa odam o'sa olmaydi, chunki hammaning o'zining garmonik tezligi bor. Kimdir tez o'sadi, kimdir sekin o'sadi, kimdir to'g'rimiz, kimdir kallasi yaxshiroq ishlaydi, kimdir yoshligida dada surgan, to'xtamasdan qiynagan, unda yana qanaqadir hislar paydo bo'lib qolgan, qo'rqadi hamma narsadan. Kimdir nabarot uverенно o'sgan. Hamma har xil. Hammaning o'sish tezligi har xil. Bu yerda bitta muammo bor, o'xshaymiz-ku. Tashqi ko'rinishimiz, to'g'rimi? Ikkita ko'z, ikkita anaqa. Misol uchun men bo'yim siznikidan uzun bo'lganim bilan 3 barobar uzun emasda. Lekin miyani ichki dunyoni farqsiz kim katta. Agar ichki dunyoni ta'na qilganingizda, ishoning, bir kishi fil bo'lardi, bir kishi pashsha bo'lardi, bir kishi uzun bo'lardi, bir kishi to'rtburchak bo'lardi va hokazo. Miya, inson miyasi bilan miyasida farq silishkim katta. Silishkim katta. qaraganda. Da. Shunaqa katta farqki, межвидовая разница deydi. Xuddi boshqa tur mavjudotidek. Bu nimaga bog'liq? Ko'p faktorlar. Birinchisi gen, ikkinchisi muhit. Genga qancha bog'liq? To'g'risini aytaymi? 90% menimcha. 90 plus deb o'ylayman. Ko'pchilik inson qo'l tushib ketsa kerak bu gapdan keyin. Shunga ham hayron qolaman. Misol uchun men Robert Plomin kitobini tavsiya qilaman, Blueprint. Qo'l tushishing, ya'ni qo'l tushishing, solishtirish ikkinchi o'rinda, tupoyl anaqalar bo'yicha, birinchi o'rinda qo'l tushirish. Ya'ni borimiz bilan ishlaymiz-da. Misol uchun bo'yim 1,5 metr bo'lsa, nima qilayman, bor basketbolchi bo'laman demayman. Undan ko'ra qanaqadir sijachi ishni o'rganganim yaxshi. Kompyuterga farqi yo'q meni bo'yimda. Ya'ni yo'g'ingizni orzu qilavermasdan, boringizni takomillashtirganingiz yaxshiroq deb o'ylayman. Men shuna, endi bu meni fikrim, ehtimol adashayotgandim. Keyin mana hozir solishtirish to'poy narsa dedingiz-a? Raqobatchi bu yerda. Raqobat boshqa narsa? Chunki bizda guruhda endi hamma narsani shu o'quvchilarga anaqa qilib aytyapman-da, bir-biri bilan raqobat qilib ham sog'lom muhit deydi-ku, qolib ketmay deb ham o'qiydi. Demak, buni ham, demak, o'sha balansi bor ekan-da, ha? Solishtirish bir tomondan insonni o'stiradi. Men ham shuni qilay, harakat qilay, shu inson qildi-ku, men ham qila olaman shu narsani. Ha? degan nuqtasi bor. Va uni balansdan chiqib ketgani o'sha boshqa narsa. Bu ikkalasi ikki xil narsami? Yo'q, raqobat boshqa narsa. Raqobat mana здоровый bo'lish kerak, raqobat. Misol uchun mag'lubiyat bizda bilmayman, bizda qanaqadir mag'lubiyatga qarata qarashadi. Misol uchun qaysidir borib maktabda kimdir bilan tanishmoqchi bo'lgan birorta qiz buni hali qiz bor yo'q holda bortdan bersa, butun sinf kuladi-da. Nimaga kulasizlar? U harakat qilib ko'rgan inson ustidan. Nima kulish tagida logikasi yo'q-da. Harakat qilmagan hayotda ham. Ming marta ustun shu bola. Ya'ni o'rnidan turib nimadir bor qildi. Men to'rtta kuzatuvchidan. Bu yerdagilar uni hisobiga o'zini anaqasini ko'tarishga harakat qiladi. Yoki ringga chiqdim, kalta yedim, meni bir kishi urdi. Men urushyapman bor kuchim bilan, meni kimdir urdi, men o'chdim, yotibman nokautda. Nima qila olayman-da men bu holatda? Borimni qildim, tamom. Nimaga meni kimdir bu narsaga ayblash kerak? Asosiy masala odamning o'zini ayblaydi. Birinchi. Eng katta mana shu nuqson, hayotimni sekundini ham o'zim ayblashga sarflamaganman. Qo'limdan kelganini qildim, kelmaganini nima qilishim kerak? Men qila olmayman, bo'ldi, yo'q. Inson o'zini ayblayapti. Shunga bir ключевой gap ayta olasizmi? Nima qilsinki, o'sha psixologga borsam, baribir, sizni bir nimangiz nima deydi, variant deydimi? Psixologga borish qimmat. Hamma ham buni nima qila olmaydi. Keyin psixologlar hozir hamma har xil to'g'ri maslahat ola olmasligi ham siz aytdingiz-ku, bitta psixologga bergan noto'g'ri maslahati 10 yildan keyin bilinishi mumkin, bu noto'g'rilik. Bizda tendensiya teskari. Chet elda yaxshi psixologlar qimmat. Bizda unaqamiz. Bizda yaxshi psixologlar itam tanimaydi. Mashhurlari yaxshi emas ko'pi. Nima qilsa bo'ladi? O'zi bilan suhbatlashish kerak-da, insonlar qanaqadir. Misol uchun, mana kimdir aytdi, "O eplolmadim." "Okey, eplolmadim. Nima qilishim kerak?" desam, odam jim bo'lib qoladi odatda. Nima qilayman? Bo'ldi, o'tib ketdi mana shu narsa. Qilolmadim shuni. Variant ber, bo'pti, menga men to'g'rilay. Yo, vaqt mashinasini yasayman, qaytay, nimadir qilay. Qanaqa yechim borsa, yechim yo'q.
Bunaqaga o'xshaydi-da. Nima deydi? Misol uchun inson miyasi bunaqaga ishlamaydi, bunaqa ishlaydi degan gaplar bor. Hop, bo'pti. Qayerdan olding shu gapni? Mana bu yerda ko'raychi, siz tamom tugadi gap. Haligi odam topib bera olmaydi. Bilmayman, ana qo'shnim aytuvdi, qayerdandir deb o'zini mandarajga tushib qoladi. Primerli shunaqa anaqaga o'zimni olaman odatda, ya'ni zapuska o'xshaman deylik. Nu nima qilishim kerak-da? Ba'zida haligi yoki Anvarlarga ham aytaman. Bolalar odatda meni oldimda o'zini yaxshi his qilishadi. Takoy jistoki, murakkab narsani oddiy til bilan aytasiz Davron aka. Menga oddiy ko'rinadi deydi keyin. Misol uchun fail bo'lsa, no fail bo'ldi, okey, nima qilaylik? Mana 100 ming dollar yo'qotdik deylik. Yig'laylikmi? Misol uchun davay hammamiz o'tirib yig'laymiz butun komanda bilan. Nima o'zgaradi? Nima 100 ming qaytib keladimi? Qaytib kelsa davay yig'laylik. Men yig'layman misol uchun 100 ming uchun. Davay men ham yig'lashaveraman-da 100 mingga joy qaytadi. Qaytmaydimi? Nima qilyapmiz unaqa? Undan ko'ra masalan yechish kerak-ku. Tezda. Bu nimadan kelib chiqadi? Mana shu raqobatni noto'g'ri belgilash, mag'lubiyatga uchrasanligi, hamma narsani kontrol qila olmayman. Keyin yana bitta juda katta destruktiv noto'g'ri fikr, inson hamma narsaga qodir. Inson hamma narsaga qodir emas. Inson 10-qavatdan yerga tushib sog' qolishga qodir emas. Ozgina joydan-da qanaqa hamma narsaga qodir. Kichkinagina virus kiradi, o'ldiradi sizni bo'ldi. Hech kim sizga yordam ham bera olmaydi. Mana shu inson hamma narsaga qodir degan kutuv odamni ranjitadi. Inson qo'ldan kelganini qila oladi, undan ortig'ini qila olmaydi. Bu. Shuni tushunish kerak. Ya'ni stavkani har safar o'zingizni qo'lingizdan keladigan narsaga urishingiz kerak. Bo'ldi, da urinib ko'raman, harakat qilib ko'raman deydi. Shunaqa inson, maytga insonlar, ya'ni bu nima deydi takoy? Sportivniy azart. Bajarib ko'radi, o'xshamasa bo'ldi. Shuni o'yinda qolmaganini qildim. Endi hozir bizda auditoriya yoshi katta bo'lgani uchun men o'ylayman, hamma narsaga qodir emas, chunki yoshi o'tgan sari odamni o'ziga bo'lgan ishonchi kamayib boradi. Biz o'quvchilarda shunaqa masalan, qila olasiz deb biz ko'proq olib boramiz natijaga. Qo'lingizdan keladi. Harakat qiling degan narsa. Lekin endi o'shani ham baribir xohlardim, o'zida ham ichki bir kuchi bo'lsin. Faqatgina bizni undashlarimiz, biz yaxshi gapirishlarimiz emas-da, o'zida ham shu serjant bo'lsin. Qila oladi shuni, qo'ldan keladi. Faqat shu harakat qilish kerak, to'xtab qolmaslik kerak. Juda ko'p bizda insonlarda shu dankasalik. Prosta o'sha necha yoshdan keyin umuman o'qimay qo'yadi. Ana 5 dan qabrigacha ilm izla deyiladi-ku, lekin amalda qiyin. Narsa kam. Menimcha mana bir 50 yilda yotsam kerak-edi. Menga shuni aytinglar. Xo'p, endi muhit haqida gaplashsak, boya aytdingiz, genetikaga bog'liq va muhitga bog'liq. Sizning fikringizcha insonni shu muhiti qanchalik uni rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi? Insonni muhiti uni rivojlantiradimi yoki orqaga tortadimi? Bunisi ham. Orqaga tortish effekti kuchliroq lekin. Ya'ni bir kishini yaxshi yo'lga chorlagandan bir kishini yomon yo'lga chorlagan bir 10 barobar oson bo'lsa kerak. Bitta odamni olasiz, 9 alkash ichiga tiqorasiz. 1 yildan keyin alkash bo'ladi. Bitta alkash shop turib 9 sportmensiga tiqing, 1 yildan keyin sportmen bo'lishi, tak. 50-50. Ta'sir qiladi. Oldingidan yaxshiroq ham bo'ladi baribir. Minus tomonga tezroq ishlaydi bu narsa. Nimagadir shunaqa. Bilmayman, hayot qonunimi, xudo bilan. Avval ham shunaqa maqol bo'lar, yaxshi bo'lish qiyin, yomon bo'lish oson. Shunaqa, bolaga yaxshi narsani o'rgatish ham qiyin-da, ahamiyat bersangiz. Yomon narsa qo'liga bitta telefon bering, bo'ldi, o'zi o'rganib ketadi. Nima qilish? Muhit qanchalik ta'sir qiladi? Muhit menimcha определённый yoshgacha ta'sir qilsa kerak. Men shuni o'ylayman. Bitta zo'r tomoni bor, mana sizning holatingizda deylik, til o'rganish kelgan insonlar уже muayyan eleydan o'tgan odamlar deb o'ylayman. Chunki uni miyasiga keldi shu fikr. Til o'rganishim kerak deb o'ylash o'zi bitta qadamda. Ya'ni shu fikr keldimi, уже qanaqadir bir-biriga o'xshagan insonlar yig'ilgan o'tdi. O'sha muhitdan foyda bo'lishi mumkin, lekin bir-biriga o'xshamagan. Bir-birini tilini tushunmaydigan insonlar bitta joyga yig'ilsa, вообще kasha bo'ladi. Haligida crowd bo'ladi, talpa bo'ladi, bitta katta bitta massa bo'ladi bu. Hech qanaqa foyda bo'lmaydi. To'g'ri aytdingiz, o'sha biz haqiqatda maqsadi bitta bo'lgani uchun onlayn bo'lsa ham, ana
qarindoshdek bo'lib ketishadi. Shunaqa. Chunki maqsad bitta ularning. Da. Til o'rganish, muqaddas tilni o'rganish, umraga borganda arabcha suhbatlashish, originalda kitob o'qish, shunaqa maqsadlari bor. Shular nimalar insonlarni birlashtirib va shu orqali diqqatini oshirishga, xotirasini yaxshilashga ular majbur bo'lyapti. Chunki o'rganmasa shu yo'llarini, instrumentlarni natijaga erisha olmayapti. Shuning uchun ham demak o'sha mnemonika, xotirani mustahkamlash ularga hozir kerak bo'lyapti. Mana shu narsada demak mnemonika o'zi asli tagi nima? Nima orqali bu qilinadi? Mohiyat. Miyamizni ishlash xususiyatiga asoslangan. Ya'ni odam miyasi obrazlar bilan yaxshi ishlaydi juda. Endi tasavvur qilasiz. Endi bilmayman, juda неочевидный narsa-da, ya'ni buni aniq tasvirlash qiyin. Umumiy bu shunaqa tizimlar, ya'ni bitta tizimlar misol uchun raqamli ma'lumot eslab qolish, so'zlar eslab qolish, bu bitta joy yig'ilganda shundan foydalaniladi. Ya'ni zerikarli tasavvur qilib bo'lmaydigan narsani tasavvur qilib, chiroyli qilib, miyangizga yoqimliroq qilib qarasangiz, yodlab qolish, eslab qolish ancha osonlashadi. Shu mnemonika deyiladi. Masalan, o'sha aytganingiz olma bu o'sha bir mevani o'zbekcha nomi. Va u arab tilida shu tuffah bo'lishi, uni arabcha nom. Demak, biz nimani eslab qolishimiz kerak? O'sha ko'rinishini. Shunaqami tasavvur deganda? Endi qarang, tasavvur masalasi mana bunaqa narsada. Miyani tili tasavvurda. Misol uchun mana shu siz aytgan misolda mana shu narsani men suv deyman deylik, kimdir water deydi, kimdir vada deydi deylik. Arab tilida boshqacha. Ya'ni mana shu muayyan jismni, muayyan xususiyatga ega jismni tovushli atamasini qo'yib olgan har bitta til. Bu sun'iy narsa. Lekin men suv desam xitoylik tushunmasligi mumkin, suv desam amerikalik tushunmasligi mumkin. Ko'rsatsam tushunadi. Любой dunyoda istalgan insonni olib keling, shuni ko'rsatsam tushunadi buni meni. Tildan tashqari bo'ladi tasavvur. Tasavvur tildan tashqari. Tasavvur miyani tilida. Eng qiziq hammada bir xil bu narsa. Nimaga bunaqa bilmayman. Ya'ni hammada bir xil, tasavvurlar bir xil, yoshligimizda bunday qorong'i joyda kimdir ko'rishimiz bir xil. Butun dunyoda psixologическая идентичность человечества deydi. Misol uchun Afrika deysizmi, boshqa deysizmi, butun umuman yer narigi sayyorasida, narigi sharda yashayotgan induslar yoki qanaqadir odamlar, qanaqadir plema bu yoqda yashayotgan insonlar bilan jahl, xursandchilikni bir xil e'tirof etadi. Tasavvur jarayonida ham shunaqa, ya'ni примерно bir xilmiz mana shu nuqtai nazardan. Shunga mnemonika zo'r ishlaydi. Demak, mnemonika bu mana shu suvni ko'rinishini tasavvur qilib eslab qolish narsani. Yoki tovushli narsani tasavvurga aylantirish. Tasavvurga aylantirish. Shu bilan demak xotira kuchayadi. Da. Shuni shug'ullantirasiz, tezlashtirasiz, sifatini oshirasiz. Maksimal qancha so'z yodlab qolish mumkin? Xorijiy so'zmi yo просто so'zlar ketma-ketlik? Xorijiy so'z masalan. Juda ham harakat qilganda. Jahon rekordi 5 minutda 57 ta. 57 ta so'z 5 minut. Yozilish bilan u yozilish talaf anaqasi bilan, tarjimasi bilan. Rekord 2011 da o'rnatilgan, adashmasam, Anna Barvinskiy degan qiz o'rnatgan o rekord. Hozir olib tashlagan eslab qolishdan, chempionatlardan bu narsa. Meni nazarimda kuniga bir 1000 talar eslab qolsa bo'ladi. Bir kunda. Da. 1000 plusdir balki. Endi unga doimiy o'zini mashqlari. Da, uni minimalist qila oladi. Minimalist qila oladi. Da, uni oddiy inson qanchagacha chiqish mumkin? Masalan, men o'zim o'sha muayyan vazifalarni bajarib, o'zimni ishimdan chalg'inmagan holda bir kunda 1 soat vaqt ajratsam. Qarang, bir hafta shug'ullansangiz, bir haftadan keyin prям o'zingizga challenge qilaman desangiz, 300-400 so'z eslab qola olasiz. Bir kunda. Da. So'z eslab qoldim. Meni umumiy rivojlanishimga bu qanaqa ta'sir qiladi? Endi qarang, bu agar til o'rganayotgan bo'lsangiz, qisman ta'sir qiladi. Nimaga qisman deyman? Hali so'zlarni aktivlashtirish kerak. U tam so'z eslab qoldim, hali gapira olaman degan emas. Ehtimol tushuna olarsiz. Inkam ochilar. Misol uchun, qanchalar ham so'z bilsangiz, kitob o'qiy olasiz va hokazo. Lekin gapirish sal boshqacha protsess. Uni alohida shug'ullantirasiz. Umumiy jarayonni tezlashtirib beradi. Xotiraga juda foydali bu narsa. Xotiraga zo'r. Xotiraga foydali deganda o'sha yaqin xotira, uzoq xotira, ismlarni eslab qolish. Любой xotiraga. Yaqin bilan uzoq unaqa. Nima deydi? Mana eslab qolib, bizda bunaqa deyishadi. Dars o'tishadi, ko'radi. Ertasiga
o'sha paytda tushungan deb o'ylaman deydi. No. Ertasiga yana esdan chiqib qoladi. Keyin yana boshqatdan o'qish kerak. Qaytaraversa bo'ldi. Faqat demak qaytarish masalasi bu yerda. Boshqa iloji yo'q. Normal holat. Da. Tim более u yoshda. Tim более yillar mobaynida shug'ullanmagan miya haqida gap ketayotgan bo'lsa. Shunaqa. Demak faqat qaytarish. Uzoq muddatli xotira mavhum gapda, butun umr hech narsa esda qolmaydi. Bunaqa narsa imkoni yo'q. Miya alohida yechayka qilib qo'yib tak. Mana shu narsa uchun alohida joy qilib qo'ygan. Unaqa narsa yo'q. Proses ketaveradi. O'z-o'zidan o'sha ko'p qaytarilish hisobiga joylanib qoladi. Da, qaytarilsa keyin mabodo umuman u fikrga qaytarmasangiz, juda ko'p narsani unutamiz. Prikol bilasizmi nimada? Eng qo'rqinchli tomoni ham shundaki, nimani unutayotganimizni ham eslolmaymiz-da. Chunki unutadi. Har kun qanchadan xotiralar o'chib ketadi. O'sha xotira borligi haqidagi ma'lumot ham yo'q ketadi-da. Просто bilmaysiz. Shunaqa. Demak, o'sha paytda eslay olmay qolsa, qaytarish bilan keyin o'sha joyiga tushadi. Faqat uni takrorlash kerak. Aktiv qaytarish kerak. Aktiv qaytarish. Tipa tam kimgadir so'zlab berish deylik yoki bir necha marta o'qib воспроизвести qilishga harakat qilish kerak, ya'ni xotirasidan eslashga. Boshda o'xshamaydi, keyin ilishni boshlaydi xotira bitta. Qanday bo'ladi? Misol uchun she'r yodlashda misol keltiray. Men 8 qatorli she'r. Uni takrorlab yodlaguncha yaxshilab o'qib chiqib, ma'nosini tushunishga harakat qilib, tasavvur qilib, keyin she'rni olib qo'yib, o'zingiz she'rni aytishga harakat qilishingiz kerak. Xato aytasiz, qiyshiq aytasiz, qing'ir aytasiz. Keyin yana bir marta ko'rib tekshirasiz, to'g'ri aytdingizmi yo'qmi? 2-3 martadan she'r esda qoladi. То есть o'qigan narsani mohiyatini tushunishga harakat eslashga harakat qilish. Bu yerda logika nimadan iborat? Har safar o'qib turib keyin eslab, tak nima edi deb eslashga harakat qilsangiz, miya aynan shu eslash qobiliyatingizni kuchaytiradi. Buning uchun ma'lumotni saqlashni boshlaydi, katta hajmda. Chunki biladi, shu o'qiyapsiz, hozir anta miyani alay qilasiz, bosim berasiz. Xo'p, muhit temasiga yana qaytamiz, chunki bizda muhit juda ham insonlarga nima edi? Sotsial mavjudot deyiladi-ku, bir-biriga muhtojlik bor insonlarda. Qanday muhit insonni o'sishga olib keladi? Bir-birini to'ldirish kerak-da. Ya'ni mana odamlar примерно bir xil qadriyatli. Просто har xil analitik jarayonga ega insonlar zo'r chiqishadi deb o'ylayman. Masalan, mana krugimda shunaqa odamlar bor. Примерно bir xilmiz. Do'stman, xohishimiz bir xil. U ham men xohlagan narsani xohlaydi, men xohlagan narsani xohlayman. Примерно bitta yo'lga ketyapmiz, taxminan, yo'qmi? No, proses принятия решения, ya'ni o'sha qaror qabul qilish jarayoni har xil hammamiz. Meniki boshqacha. Men boshqacha qaror qabul qilaman. Misol uchun Shahzod bor. Thompson. U boshqacharoq qaror qabul qiladi. O'xshashmiz, vibeimiz bir xil, temalar bir xil, lekin u sal boshqacharoq haliga qiladi, analiz qiladi va hokazo. Birimizni to'ldiramiz shu jarayonni. Misol uchun men ko'rmay qolgan joyim bor, men nimadir bilmayman. Geniy Newton emasman-ku, misol uchun. U ham nimadir qattiqdir xato qiladi, men unga ukazat qilishim mumkin. Mana shunaqa bir-birini to'ldirib, umumiy sinergiya. Mana shunaqa muhit odamlarni o'stiradi deb o'ylayman. Ya'ni podдержка bo'lish kerak, qanaqadir. Qadriyatlar o'xshash kerak. Da, faqat insoniy qadriyatlar haqida gap ketyapti. Bu yerda milliy, diniy, boshqa qadriyatlar haqida ham gap ketmayapti. Eng qizig'i shunda. Ko'pchilik mana shunaqa, ya'ni boshqacha millat, boshqacha dinga qarshi insonlar chiqish olmaydi deydi-ya, zo'r chiqishi. Chotki chiqsa bo'ladi. Juda ham zo'r chiqsa bo'ladi. Insoniy qadriyat deganda просто odam sifatida turli xil qadriyatlar bor. Sizga muhim narsa u inson uchun ham muhim. Misol uchun menga muhim kimnidir aldab ketmaslik. Menga muhim, men eng yomon ko'rgan inson, menga muhim kimnidir pulni berish. Men hech qachon hech kimdan qarz bo'lmaganman, hech kim pulni ushlab qolmaganman. O'zimga minus qilib bo'lsa ham kimgadir beraman deylik. Va hokazo. Xuddi primер shunaqa dunyo qarshilar qilib ketdi. Tushunarli. Endi shaxsiy mavzuga o'tsak, bilaman, oilangiz haqida gapirmaysiz. Va lekin siz oilada qanday insonsiz? Qat'iymi, qattiqqo'lmi yoki yumshoq? Umumiy oilam O'zingiz oilangiz. Turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz. Bizda juda oddiy. Mana katta oila haqida bo'lsa ham. Men juda neudobniy odamman deb o'ylayman bu tomondan. Endi qarang mana turmush haqida, endi yoshlar kuzatadi, xudo bilan bilmayman. Turmush qurayotganda ko'pchilik bitta narsani noto'g'ri qiladi. Men boya aytdim, odamlar odam o'zgarmaydi menimcha. Va o'ziga mos insonni sirasi topishingiz kerak. Ya'ni mana xarakteringiz og'ir sizni.
bo'laymaydi, xarakteri bosiq, mana shu sizga o'xshagan insonni ko'tara oladigan, nervni chiqmaydigan odam kerak sizga. Ikkita yil shunaqa bo'lsanglar, bir-birini yevorasizlar, u uzoqqa bormaydi. Psix bo'lib qoladi odamlar. Turmush ya'ni bir-birini to'ldirish kerak-da. Shunaqa deb o'ylayman. Endi bizda qanaqa? Bizda juda oddiy, mana muayyan trayektoriyam bor. Mani asosiy vazifam qolganlarga komfort yaratib berish, qolganlar asosiy vazifasi menga aql o'rgatmaslik bu. Ayol kishini ishlashiga qanday qaraysiz? Normal. Normal qaraysiz. Ishlayman desa bemalol. Ish va oilani muvozanatda olib borish haqida fikringiz? Shu paytgacha ko'rmadim bunaqa inson. Ish va oilani muvozanatda olib borish uchun qattiqroq oylik ishlash kerak bo'ladi. Cho'tka muvozanat bo'ladi. Soat 5 dan uyga kelasiz, bozor qilib, shanba-yakshanba oila bilan bo'lasiz. Agar biznes qilsangiz yoki tam o'zingiz frilanser bo'lsangiz yoki yana nimadir qilsangiz, juda katta perikos ish tomonga bo'ladi. Juda katta bir 90 ga 10 bo'lib qoladi ish bilan oila. Bu normal holat. Yana bitta masala, mana shunaqa erkaklar uchun shuni tushunadigan ayol kerak. To'g'ri, shunaqa jarayon, shunaqa iloji yo'q. Erkak kishi uchun oilada eng muhim narsa nima, sizning fikringizcha? Tinchlik. Oila notinch bo'lsa hech qanaqa ish yurishmaydi. Xayoli fikringiz ishda emas, uyda bo'ladi va hokazo. Men atrofimda ko'rgan keyslar ko'p tadbirkorlar sinishini sababi oilasi bo'lgan. Psixologik bosim ostida уже noto'g'ri qarorlar qilib tashlaganda yo'q qilib yuborgan biznesni. Erkak kishi uchun o'z ustida turmush o'rtog'i, o'z ustida ishlaydigan ayol bo'lishi muhimmi? Hammaga har xil endi bilmayman. Sizga? O'zi menga ishlab bo'lgan kerak. Jarayonda ishlash shart emas. Podдержка bo'lsa bo'ldi yo'q. Endi baribir davom ettirib, o'sha davom ettirib. tarbiyasidaga ayol kishini o'rni katta-ku. Ayol kishining o'rni birinchi o'rin. Shunaqa. Baribir men bunaqa fikr uyg'onib qolishdan olmayman. Hozir uylanaman-da, keyin o'zgartiraman. Hech narsa o'zgarmaydi. Hech narsa o'zgarmaydi. Tayyor xomashyo bo'lish kerak. Odam ikkita subyekt o'zgarmaydigan odam o'zgarmaydi. Yo'q, juda qiyin. Nima kerak bunga vaqt sarflatdi. Men tushunmayman shu narsani. Menga BMW kerak, qo'polroq aytganda. Va hokazo. Xuddi shu narsa qizlarga ham aytaman. Keyingi va'dalarga aldanish kerak emas. Men bilaman, bolalar bir talay va'da berib tashlaydi. Va hokazo. Bo'lmaydi hech narsa. 99% holatda hech narsa bo'lmaydi. Odam aldanib qoladi prosta. Tayyor narsaga ko'rish kerak. Mana hozir nasiyaga qiziqish kerak emas-da bu holatda. Turmush shunaqaki, tayyor insonni mana sizlar ikkita yilga kelyapsizlar-da, nimadir quryapsizlar. Juda zo'r bitta mindset bor, oilaga biznes sifatida qarash. Oila bu biznes, bolalar bu produkt, ota bu tam CEO, ona bu operativniy menejer, boshqaruvchi deylik. O'sha nuqtai nazardan ishga olish jarayonida men kompetentni operativniy menejer ishga olishim kerak. To'g'rimi? U ham deylik ish qidiryapti deylik, qo'pol qilib aytganda, normalniy CEOsi bor kompaniyaga ishga kirishgan. Qattiq dodik anaqasi emasdi, o'ylik o'zini boshqara olmaydigan. O'shanda sinergiya bo'ladi, hamma bir-birini tushunadi, hech kim bir-biriga e'tiroz bildirmaydi ortiqcha. Bolalar ham, produktlar ham zo'r bo'ladi. Bir-birini bilgan holda, tushungan holda. Bo'lish kerak. Слишком emotsional odamlarimiz, слишком emotsiyalarda qaror qabul qilib, sevgi hamma kamchiliklarni yopib yuboradi, u juda katta xato. Chunki sevgi ketadi sevgi. Boshqacha o'ylashingiz mumkin, lekin 100% bu. Va o'sha ketganda nima qolishini o'ylash kerak oldindan. Demak, o'sha aytmoqchi, serjini bor odam har qanday holatda ham o'sadi, rivojlanadi. Agar boshida o'zi asliyatda shu narsa bo'lsa, demoqchisiz. Endi shunaqa, bu modelga bog'liq-da. Endi Xudo biladi, kimgadir bunaqa qiziqdir, kimgadir bunaqa qiziqdir. Misol uchun, menga mani tushunishimcha, oilada mas'uliyat menda, men qaror qabul qilishim kerak. Hech kim men qarorimga qarshi chiqish kerak emas, bo'ldi. Shunga rozi inson bilan men bo'la olaman. Rozi bo'lmasa men bo'la olmayman bilan, bo'ldi. Konflikt interesov kerak emas menga unaqa. Farqi yo'q kim bo'lishini qat'iy. U shunga rozimi, unga shu qulaymi? Bo'ldi. Unga men ham qulayman, men ham unga qulayman, hamma bir-biriga qulay. Tamam, men muayyan narsa qilaman, men aytaman, men mana shu yerga ko'chyapmiz, bo'ldi, tamam. Hech kim mendan hech narsa so'ramaydi, hamma ko'chib boraman. Shunaqa, men ishim haqida tushunishinglar uchun uyimda hech kim ofisim kelmagan hech qachon. Albatta. Ofisimga hech kim kelmagan, uyimdan, meni uyimdan hech kim hech qachon meni ofisimga kelmagan. Umuman hech kim bilmaydi ham qatdan. Masala shu.
Manga shu qulay. Qat'iy odam ekansiz-da uyda. Shunaqami? Javonchalik emasda. O'zini chegaralari bor. Man chegaralar bor, конечно. Ish oila bilan 100%. aralashmaydi. Yo'q, aralashmaydi. Hech kim bilmaydi, nechi pul topaman, qayerda, kim qanaqa. Endi tam Instagram o'tdan kuzatishadi-yu, taxminlar hammasi. Biz auditoriya asosan ayollar. Shuning uchun demak, bola, uy, mas'uliyat bor joyda ham o'zi o'rganish mumkin. Mumkin. 100% mumkin. Qiyin lekin. Lekin ayollar bunga qodir. Erkak qila olmasdi bunaqa ishni o'ylayman. Ayol kishi juda qiyin. Juda qiyin. Mumkin. Qiyin lekin yana bir marta, qana oson demayman. Lekin o'rgansa bo'ladi. Nimadir qilib, o'tdan yarim soat o'rgansa bo'ladi. Ota-onani bolaga berishi mumkin bo'lgan eng muhim narsa fikringizcha? Nomoddiy narsalardan o'ziga bo'lgan ishonch deb o'ylayman. Bolani sindirish kerak emas. Ota-onalar endi mana infantilizm haqida gapirdik. Birinchi o'rinda qachon inson turmush qurishga tayyor bo'ladi, ota-ona bo'lishga tayyor bo'ladi, qachon o'zini emotsiyalarini boshqara olsa. Chunki bola ba'zida shunaqa asab buzadi, otib yuborgisi keladi, qayergadir bo'ladi. Mana shu holatda o'zingiz boshqara olsangiz ota-ona bo'lishingiz kerak. Psixmisiz boshqara olmaysizmi? Undan ko'ra nasl qoldirmagingiz yaxshi bu hayotda. Вот hazil aytyapman. Bu bitta insonni dabdala qilasiz bo'ldi, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Tayyor bo'lishingiz kerak o'sha bolani. To, что u nimadir to'kib yuboradi, to, что u kelib turib nimadir yirtib yuboradi. Shu uyga aboy chizilgan bo'ladi. Qiladigan bo'lsangiz bunaqa paytda unaqa tug'mang bo'ldi. Itib boqing. Muammo kamroq. Lekin ota-ona agar o'zi boshqara olsangiz, chunki bola hamma qilayotgan ishini u bilib qilmaydi. Ko'pchilik tushunmaydi, mana bitta ota-ona bolaga baqirish yoki uni kamsitishi juda katta zarba, o'ta katta zarba. Biz o'zimizni eslolmaymiz yoshligimizda, bir so'z vaqt orqaga qaytasiz, juda kuchli stressda. Ota-onangizdan boshqa hech kim yo'q. Butun dunyo sizga qarshi. Eng sizni himoya qilish kerak bo'lgan, sizni eng yaqiningiz kerak bo'lishi kerak bo'lgan inson sizga nimadir qilyapti, siz tushunmayapsiz. Bola tushunmaydi. U tam aboy chizish mumkin emasligini bilmayapti. Necha yosh bolagacha hozir gapiryapsiz? Necha yoshgacha bo'ladi? 5 largachada bolani любой narsaga o'rgatsa bo'ladi. Bez naqa. Ota-ona o'zi ko'pincha razgilda bo'lgani uchun bola ham shunaqa bo'ladi. Mahallaga kiraman, kalasga yetadi soat 1 kechasi. Yoki bolachalar o'ynayveradi 1da. Nimaga bola 1da ko'chada yuribdi? Men juda oddiy savol. Yurursin deydi, televizor qo'yib berishadi. Bizda rejim. 8da uxlanadi bu. Hech qanaqa undan anaqasi yo'q, bundan anaqasi yo'q. Bolani bitta zo'r tomoni bor. Bola qoida buzmaydi, ota-ona o'rgatmaguncha. Bola hech qachon qoida buzmaydi. Agar bolani o'rgatsangiz, har kuni ertalab turib tishini yuvishi, ko'chadan kirganda qo'lini yuvish, o'zi qiladi, u tushunmaydi nima qilayotgan, lekin qiladi shu ish. Без сопротивления. Shunaqa. Bolalarga tilni qaysi yoshdan o'rgatish kerak deb o'ylaysiz? Qancha erta shuncha yosh? Masalan, bilmayman, dashkolniy возраст bo'lsa kerak, bir 4 yosh bilan kitob o'qish o'rganganda shunaqa. 4-5 yosh. Qiz bola uchun bilim olish qanchalik muhim? Mana ota-onani o'sha qiz farzandga beradigan muhim narsasi deylik. Qiz farzandga beradigan eng muhim narsa ota-onada voy xudo. Yana nomoddiy, moddiy haqida gapirsak, moddiy ota tomonidan muhabbat. Qizni ko'mish kerak deb o'ylayman muhabbatga. Zor bo'lish kerak emas. Muhabbatga, tam kichirin so'zga hokazo. Juda og'ir ahvol bo'ladi bunaqada. Kuzatganman qarasa. Ikkinchi masala moddiy masalada imkon qadar ko'proq kadastr qoldirib ketish kerak qizlarga. Bolalar uyini o'zi topib oladi deb o'ylayman. Bir 10 mas'ullik. Da, bir 10 ta kvartira qoldirsangiz zo'r, yaxshi bo'ladi shuni. Qo'lingizdan kelguncha demoqchiman. Ya'ni nimaga? Chunki ayol kishini bitta juda katta minusi bor bizda O'zbekistonda. Turmush juda katta lotereya. Juda katta lotereya. Turmush siz hayotingiz umringiz oxirigacha baxtli qilish mumkin ayol kishini yoki polni sindirish mumkin. Polnisi sinib, psixologik sinib yo'q bo'ladi, o'chadi ana odam. Mana shu paytda kimgadir qarab qolish kerak emas deb o'ylayman. Ayol kishi, ya'ni bu degani kasb.
bitta kasb. Eng zo'ri meditsinada nimadir. Yana birorta tirnoq qilish ham bo'laveradi o'z aslini olganda. Pul kelsa bo'ldi o'tdanda, ya'ni kimdandir Muhtoj bo'lib qolmasin. muhtojlikdan xudo asrasin. Eng yomon narsa muhtojlik bu dunyoda. Mana shu masala. Shuning uchun bu degani plan B bo'lish kerak. Ayol ertaga xotirjam paytda chiqib ketish kerak oiladan degani emas. Yo'q, mobodo ertaga turmush o'xshamasdan qanaqadir bitta mudakka uchrab qolsa, boshqa bo'lib qolsa, u точно biladi, что ketadigan joyi bor, anta 10 ta kvartirasi bor yoki qanaqadir kasbi bor. O'zini eplab keta oladi. Mana shunaqa qanaqadir zapas qilib berish kerak. Doim tushunish kerak, что bolalaringiz oldida abadiy bo'lamiz. Qachondir ketasiz, bolalar o'zi qoladi, siz o'sha narsaga tanlash kerak bolani. Ya'ni u mustaqil bo'lish kerak bo'lmasa. Bo'lishi kerak. 100%. Hozir bir gap maqolni esladim. O'zbeklarda maqol bor. Qiz bolani yo'qchilik, o'g'il bolani to'qchilik buzadi degan. Demak, avvaldan bor ekan deb, qiz bolaga demak o'sha to'qlikni berish kerak. Berish kerak. Mehr tarafdan ham, Hamma tomondan imkon qadar ko'proq davlat ko'rsatish kerak. Imkon qadar endi kimni qo'lidan nima kelsa demoqchiman-da. No asosiy masala shu muhabbat bilan e'tibor bilan ko'mish kerak. E'tiborga zor bo'laversa-da qiz bola bu juda yomon oqibatlarga olib keladi yana bir marta. Dahshat bo'ladi. U tam labini bunday qilib, basharani bunday qilib tashlaydi ertaga nimadir bo'ladi. Ha, u hamma menga qarasin, chunki yetmaganda qachondirda. Примерно shunaqa ishlaydi bu narsa. Juda og'ir. Mana oilada ona til o'rganyapti. Uy sharoitida kichkina bolalari bilan onlayn o'rganyapmiz. Arab tilini deylik. Bu bolaga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Yaxshi ta'sir qiladi, menimcha. Bola taqlid qiladi-da. Taqlid asosida. Shunaqa degansiz-ku, inson taqlid qilish nimasi juda ham baland. Hamma kimdandir nimanidir o'rganadi. Shunaqa. Qadriyatlar, hamma narsa taqlid. Bolada bu kuchli. O'ta kuchli. Bolada o'ta kuchli. Bolani oldida nima qilsa shu narsani takrorlaydi odatda. Ya'ni uyda ko'rgan narsasini qiladi. Misol uchun yo'talsiz, yo'talish ham mumkin. Spesialni. Ya'ni nimadir ko'radi, o'rganadi, havodan olmaydi. Shunaqa, onasi nimadir o'qiyotgan, yozayotgan bo'lsa, примерно shunaqa qiladi. Taqlid qilish bilan o'zini nimalarini o'sha o'rgangan narsasi bolaga ham o'tadi. Da. Endi bola tushunmaydi, men arab tilini o'rganyapman demaydi-ku, o'sha onani qilganini takrorlab. Bola tushunmaydi. Bolada shakllantiriladi shu narsa. Bola tushunmaydi, lekin bolaga ta'siri bor. Eng katta masala bolaga ta'siri yo'q, hali tushunmaydi, ta'siri yo'q deb o'ylash. Yaxshigina ta'siri bor. U juda katta rivojlanish prosesi ketayotgan payt. O'sha hozir esladim, Zifir testini men nabiralarimga o'tkazib ko'rdik. O'sha kun dam olgan chiqqanimizda 5 yosh nabiram bor, 3 yosh bor. 10 minutlik qildik. Barni olib kirdik, endi Zifir yo'q ekan. Ne ko'rsatdik. Birinchi tushunishmadi, kamerani qo'ydik, lekin oxirigacha yetib borish. Tushungandan keyin bu yerda yana sovg'a bor. Hozirgi, demak, o'sha rohatdan kechib, keyingi rohatni olish bor-ku Zifir. O'shani qildikda, yetib borishdi, juda ham upakovka ochiqmidi? Birinchisiniki ochiq edi. Ikkinchisiniki yopiq edi. O'sha narsa, keyin o'shanda aytgandingiz-ku, bu ham baribir o'sha oiladagi tarbiya muhitga bog'liq. U iroda kuch qayerdan bo'lsin bolada? Deganingiz bilan qandaydir shu nima bo'ldim. Xursand bo'ldim. Bolalarning natijasidan. Demak, bolaga o'sha uydagi muhit juda ham katta ta'sir qiladi. Shunaqa, uydan boshqa hech narsasi yo'q bola. Bolani xotirasini qanday rivojlantirish mumkin? Yosh bola. Sport. To'g'ri ovqatlanish. Iloji bo'lsa ko'proq anaqaga olib borish kerak. Nevropatolog bilan. Pediatr, nevropatolog muayyan yoshgacha shu miya to'g'ri shakllanyaptimi o'zi. Bizda nevropatolog 1 yosh, 2 yoshgacha menimcha olib boriladi. Keyin ham demak olib borish kerak. Shunaqa deb. Endi men protsedurani aniq bilmayman, no vrachlar bilan hamjihatlikda ishlash kerak. Doim tam u yog'ini ko'rsat, bu yog'ini ko'rsat. Qanot priviskasini oldi. Undan keyin nima bo'ldi? Просто tak tashab qo'yish kerak emas, chunki yoshlikda juda ko'p narsani, misol uchun yoshlikda inson chiroyli qilsa bo'la. Ko'pchilik bilmaydi. Mana bu jag' shakli balobattarlar, u kichkinaligingizda shakllangan narsani. Endi menda ko'rinmayapti, basharam shu yotibdi, lekin mana bu jag'is chiroyliligi, mana bu skulda balobattarlar shu yoshligida GVD bo'lganmi bola, Gurnovskiy yo'qmi, qancha darajada bo'lgan. Hamma juda ko'p oyog'i qiyshiqligini, ko'krak qafasi bo'yini juda ko'p narsani o'zgartira olasiz. Juda ko'p narsaga korrektirovka olib kira olasiz, qila olasiz. Misol uchun shunaqa protseduralar bor, odamning tishida hech qachon karies bo'lmaydi. Hech qachon umrining oxirigacha bez karies o'tib ketadi.
muayyan haligi protseduralar bor hozirgi kunda mana zamonaviy stomatologiyada просто bitta odamni butun umr karies anaqasidan qutqaryapsiz. Sizni ham bir kun vaqtingiz ketadi bu narsaga. Ota-onani qanchalik ongli bo'lishi bolani Da, da. ko'rinishida ham, hayotda ham muvaffaqiyatli Juda muhim, bo'lishiga juda katta. muhim. Mani tishlarim dabdala misol uchun. Hozirgacha men o'ylayman, deyman shu o'zim qaytib o'zimni olib borgim keladi stomatologga borib, shu hamma joy plombalarni yotibdi. Juda ko'p narsalarni o'zgartirsa bo'ladi yoshlikda, lekin vaqt o'tgandan keyin уже все. Inson o'zgarmasa o'zgarmaydi dedingiz, lekin biz oldimizda bolalar bor, nabiralar bor. Kichik yoshdan bolalarga qanaqa ko'nikma berish kerak deb o'ylaysiz muvaffaqiyatli inson bo'lish uchun? Ko'nikma? Voy xudo, endi birinchi o'rinda yana bir marta mana sog'liq kelaylik sport. Bilmaydi ko'pchilik, примерно mancha o'sha 6 oydan plavaniyaga oladi. Onasi bilan suzadiganlar bor. Keyingi masala ijodkorlikni o'ldirish kerak emas. Nimadir chizyapti, yozyapti, haligi qilyapmiz. Misol uchun bizda xona bor, alohida devorga chizib, qusib tashlasa ham hech narsa qilmaydi. Aboy spetsialniy shunaqa qilingan. Chizilsin deb qilingan. Bu masala. Keyingi masala bolani muayyan yoshgacha so'kish kerak emas, umuman. Umuman повышать ton qilib boshqa narsa qilib, bola nimadir yertib yubordi, to'kib yubordi, tashib yubordi, mayli hech narsa qilmaydi. Bola o'zi ham ba'zida siqilib qoladi. Haligi qildim deydi. Shunda tushuntirish kerak, hech narsa qilmaydi, stakanga haligi qilmadi. Masala shunda-da, ya'ni поддержка kerak bolaga. Bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas o'zi aslida. U sekin o'sib, haligi normalniy lичность bo'ladi shunda. Intellektual rivojlanish. G factor. Tushunarli. Richard Hayer The Neuroscience of Intelligence. Shu kitobda zo'r tushuntirib Davronbek, shaxsan men sizni mana shu xotirani rivojlantirish bo'yicha kuchli mutaxassis deb bilaman va mana shu hozirga yetib kelgan bir nuqtangizga kelguncha qanday yo'llarni bosib o'tgansiz? Shu haqida bir batafsil aytib bersangiz. Shu xotirani rivojlanishni boshlaganimdan keyin demoqchisiz? Tochka, nuqta B deydi-ku. Nimadan boshlangan? Endi 2013-yil Namangan davlat universiteti bizda o'qituvchi bo'lardi, Botir Mixaylovich degan. Ustoz ko'rayotgandir siz bilmayman. Sahnaga chiqib gapirtirgan birinchi kursda shunda, ikkinchi kursmi, birinchi kursmi, примерно. Chiqib keyin juda qiynalganman. Tam duduqlanib, eslolmasdan nima gapirish kerakligini, hokazo. Keyin qiyin bo'lgan menga, повтор qilib ketganman o'sha fanni. Bir kun imtihondan o'ta olmagansiz, aynan shu uchun. Da, o'sha tam qolib ketilgan, endi nimadir topshirmaganman, повтор qolib ketganman. Keyin qayta topshirishga majbur bo'lganman-da. Orada qancha muddat o'tgan, 1 yil o'tgan, plus minus. Bir kun bitta bola video ko'rsatgan menga. Bitta bola ko'z yumib unaqani teryapti, Rubik kubigini. Endi bo'lishi mumkin emas deganman. Bu shuncha narsani qanday eslab qoladi inson deganman-da. Bilsam, ular shu azbuka degan narsani ishlatishar ekan, ya'ni kodirovka qilishar ekan-da. Keyin menga ideya kelgan, demak mana shu katta hajmdagi narsani eslab qolsam, mana tarix darsi nima bo'libdi, buni oldin deganman, o'rganganman. Резкий взлет bo'lgan. То есть men alochib ketganman. Namanganda turib, o'sha nimani o'rgangansiz. Da, o'sha o'rganim. Yo'q, eslab qolish. Kubik Rubikka qarab, ko'zni yumib teradigan odamlarni shu eslab qolish usulini o'rganganman. Eslab qolish usulini o'rganganman-da. Bu yoqda qo'llaganman. Ketdi boshlanib ketgan. Shu birinchi keyin biznes bilan shug'ullanganman. Orada tam Olimpiya shop degan do'kon ochganman, keyin kiyim do'kon ochganman, keyin oziq-ovqat do'kon ochganmiz. Bitta o'g'aynim bilan xususiy maktab qilmoqchi bo'lib, xususiy maktabga ishga kirganman. Orada bowling qilmoqchi bo'lib Toshkentga kelganman. Bitta joy nol balanska olaman deb lavashxona qilmoqchi edim. Juda ko'p nimadirlar, keyin pizzeriya qilaman deb pechka sotib oldim-da. Buni qildim-da. Orada menga telefon qilib qolishdi Toshkentda 2018-yilda. Mana shunaqa eslab qolish bo'yicha kursga yozib bera olmaysizmi? Tipa o'quv markazi ochamiz shu Oybekda. O'ylaganman, endi nima deydi ruslar anaqa? Лучше синица в руках, чем журавль deydi. Men o'zbekcha aytaman. Qo'lingdagi tovuq osmondagi laylikdan yaxshiroq-da. Hatto tuxum tug'ib beradi. Keyin o'ylaganman, tayyor shans, hozir men osmonda uchirganda borib mobodo o'xshamasa kelib pizzeriya ochaman deganman. Kelganman, shu bilan ketdi. Yog'i rekord bo'ldi. Rossiya rekordiga telefon qilishdi. Qancha yil rekord qo'yildi? 2018-yil. Shu
xususiy maktabdan eshikdan ketishimdan bir 3 oy oldin rekord o'rnatganman. Lekin hech kim bilmagan, hech qayerga chiqmagan. Keyin rekord o'rnatdim. Shu Leonid Yakubovich bilan. Vzlot bo'ldi. Leonid Yakubovich, da, o'sha. Aha. 3250 ta raqam, 250 ta tovar, 13 ta raqam bilan. Отборочный turdan o'tganmisiz unga qanday? Yo'q, menga Rahmonov Shohruh degan bola bo'lardi oldin, o'sha eslab qolish. Unga chiqishgan, u menga jo'natib yuborgan. Menga telefon qilishgan, WhatsAppdan gaplashganman. Men maktabda qolardim o'shanda. Kechqurun bolalarga qarardim. Pension maktab edi bizda. Rayondan kelgan bolalar bilan 3 kun men qolardim, 3 kun bitta boshqa odam qolardi. Maktabda edim, o'tirsam telefon keladi. Keyin gaplashganman, shunaqa 3000 allaqancha shunaqa qilish kerak. Bo'pti, davay qilaman deganman. Nimagadir o'xshagan bu narsa, men bilmayman. Borib 100% qila olmayman deb bordim men. Просто damoga borgan Moskvaga. Kutuv bo'lmagan demak. Yo'q, hech qanaqa kutuv bo'lmagan, chunki endi qanday iloji bor-da, misol uchun nima u paytda tem bo'lib unaqa topoviy formada emas edim. Misol uchun kuchli nima qila oladi bu narsani. Juda qiyin sababi tam svetli yonib turibdi, kimdir meni kameraga olyapti, Yakubovich to'xtamasdan gapiryapti, odamlar talpa, syomka. O'tdi. O'xshatganman, qaytganman, ishdan ketganman, o'quv markazi ochaman deganman, ochganman. Pandemiya janoblari, pandemiyadan keyin onlayn kurslar jarayonda haligi rekord videoni bir kishi YouTube'ga qo'ygan. Va shu burilish nuqtasi bo'lgan. Kastalon degan kanal qo'ygan. Birinchi kunning o'zida 1.200.000 ta prosmotr yiqqan video. Necha yildan keyin endi bu? 2 yildan keyin. 2 yildan keyin. 2 yildan keyin, rekord 2 yildan keyin. Telefon yorilib ketgan. Telefon yorilib, hamma intervyu olaman, to'da-suda va hokazo. Keyin haligi video yana yig'ib 5 milliongacha borgan. Orada keyin osmondagi bolalar bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Keyin media boom bo'ldi O'zbekistonda. Ham ustozlar bolalar ko'tarilish boshladi. O'sha vaqtga men to'g'ri kelib qoldim. Men to'g'ri kelib qoldim. Shu to'lqinni tutib ketib qoldim birga. Mana shu o'tirib o'z gapirim. Shunaqa. Rahmat. Xo'p, endi podkastimiz eng qiziqarli va dinamik qismiga o'tamiz. Bu demak blitz savollar. Fantam ko'lam. Javoblaringiz qisqa va aniq bo'lsin. Xo'p. Xo'p, tayyormisiz? Ketdim. Xo'p. Arab tilini tez va oson o'rganish uchun 5 ta asosiy maslahat. Qanday qisqa javob beraman? Iloji yo'q. Mayli. Boshlang, davom ettiring. Mana boshlang, tugatmay har kun shug'ullaning, yarim soat, 1 soatmi farqi yo'q. Qachondir o'rganasiz. Boshlang, davom et. Ikkita bo'ldi. Bo'ldi. Ikkita sizda. Ko'proq uxlang, yetarlicha aniqroq. To'g'ri ovqatlaning, sport bilan shug'ullaning. Sevib qolgan insonda xotira kuchayadimi? Asosan yo'q. Chunki xayoli shu sevib qolgan odamida bo'ladi, organizmda qonda bulyon bo'ladi, turli xil gormonlardan. Короче, sevgi ketganda miya ketadi. Miya ketadi. Aha. Erkaklar yoki ayollar kimda xotira kuchliroq? Nimaga nisbatanligiga qarab. Erkaklarda juda uzki masala. Juda uzki nima deydi? Domain skill based bo'lsa, ya'ni uzki misol uchun shaxmat o'ynash. Juda kuchli erkaklar shaxmatda bilamiz, ayollardan kuchli ancha. Qanaqadir uzki yo'nalish bo'lsa, erkak to'chishni uradi, lekin ko'p narsani birdaniga qilish, ko'p narsani birdaniga xotirada ushlash ayollarda yaxshiroq deb o'ylayman. Masalan, kim tug'ilgan kuni qachon, hokazo. Men og'aynilarim 90% tug'ilgan kunini bilmayman. 20 yildan beri taniydigan og'aynim men bilmayman tug'ilgan kunini. O'sha kunni bilaman. Telegram yana keladi. Ayollarda bu yaxshi ishlaydi, shunaqa. Ya'ni zadachaga qarab. Zadachaga qarab. Xotira tug'mami yoki rivojlantirish mumkinmi? Tug'ma silish kim kuchli yaxshi xotira bo'lmaydi. Bo'yga o'xshaydi. Bitta inson ikkinchi insondan 10 barobar bo'y uzun bo'la olmaydi iloji. 2 barobar ham bo'la olmaydi. Menga ko'chaga chiqib, mendan 2 barobar uzun inson topib bera olmaysiz. Iloji yo'q bunaqa narsa. Shuning uchun xotira ozgina kuchli bo'lishi mumkin. Qabul qilish. No, o'ta kuchli qilmoqchi bo'lsangiz, bu o'sha mashq. Mashq. 50 yoshdan keyin xotirani rivojlantirish mumkinmi? Voy, bemalol 50 yosh-ku. 59 gacha odam o'rta yosh hisoblanadi. Plus meditsina rivojlanyapti. Plus agentlar chiqdi o'sha. Plus AGI yaqinlashib kelyapti. Plus undan tashqari turli xil telomeraza bilan bog'liq bo'lgan tadqiqotlar hisobiga qarish yoshi uzyapti hozir. Demak, o'rtoqlar hammasi oldinda. Misol uchun Всемирная organizatsiya здравоохранения, ya'ni xalqaro nima bo'ladi? Umumjahon sog'liqni saqlash jamiyati.
44 yoshgacha insonni yosh deb hisoblaydi ular. Молодежь bo'ladi. Tasavvur qiling 44 yosh. yoshgacha. Ha, bizda misol uchun 30+ tarif yo'q-ku. O'zi fiziologiya bo'yicha 44 yoshgacha odam o'zini yoshalik hech qanaqa muammolar bo'lishi kerak emas. Endi tam qanaqadir noto'g'ri yashasa bo'lishi mumkin. Tushunarli. Xo'p, kuniga nechta so'z yodlash real? Maksimaldami? Realni oddiy kundalik hayotdagi inson. Oddiy odammi? Oddiy odam. Bilmadim, bir 20 tadir, xudo. 20 ta yodlab olaylik. Kitob o'qish uchun eng samarali vaqt qaysi? Men uxlashdan oldin o'qiyman. Menimcha ertalab yoki kechqurun no odamga bog'liq deb o'ylayman. Ya'ni har bitta inson o'zi uchun o'zini vaqtini. Misol uchun ba'zilar bo'shab qolish bilan o'qiydi, ba'zilar ertalab, ba'zilar kechqurun, har xil. Telefon xotiraga salbiy ta'sir qiladimi? Buni isboti yo'q, menimcha, lekin ha. Isboti yo'q deganda men 2010 kecha ko'rdim shu tadqiqotda. 2018-yildan 24-yilgacha bo'lgan meta analiz bor. Diqqat pasayishi, xotira susayishi va hokazolar kuzatilyapti. Nimani hisobiga noma'lum. Katta ehtimol bilan telefon, prosta hozircha bu narsa isbotlanmagan. Isbotlanmagan. Lekin menimcha telefon bo'lsa kerak. Siz shunaqa deb Men shunaqa o'ylayman. aytasiz. Xo'p. Xo'p, har qanday yoshda ham xotirani rivojlantirish mumkinmi? Endi 110 ga kirmagan bo'lsangiz, ha. 70 yoshda qilsa bo'ladi. 79 yoshli odam kelgan oldimga. Bola qilsa bo'ladi. Natija bo'lganmi? Yoshga nisbatan ha. Endi yoshlarchalik natija kutmaysiz. O'ylayman, o'ziga nisbatan bo'ladi. Insonni chalg'itadigan eng xavfli omil nima? Zamonaviy telefon, umumiy oila. Oila. Ya'ni oilaviy muammolar. Oilaviy Tepadan muammolar. akangiz, dadangiz ichib olib nimadir qildi. Bo'ldi, siz ishda anaqa. Oiladagi oila a'zolari adekvat bo'lmasa, normal insonlar bo'lmasa, hadeb muammo chiqarsa tekis joyda, o'ziga muammo qilsa to'xtamasdan, mashinangizni, masalan, o'g'lingiz bor, to'xtamasdan mashinangizni olib ketib kimdir urib yuborgan, nimadir qilib yuborgan, u juda katta muammo. Juda eng katta, eng xayol fikri shu yerda. Eng kuchli xotira egasi kim? Hozirmi? Da. Alex Malin. Necha yosh, qayerdan? 100%. Men 92-yil. Endi hozir kimdir hate qilishi mumkin. Okey. Любой odamni ro'parasiga qo'yasiz. Любой абсолютно istalgan insonni. Bilmayman, vaqt mashinasi tarixdan olib kelasiz kimdir. Butun bor pulim hamma narsam unga qo'yaman, tikaman. Agar tikish kerak bo'lsa, shu darajada ishonaman, shu inson haqiqatdan ham ehtimol tarixdagi eng kuchli xotira bo'lsa kerak. Qayerlik u millati? Amerikalik, 92-yil. 3 karra jahon chempioni, 15, 16, 17-yilda yutgan. Shu bilan keyin karyerani tugatgan. Hozir vrach, meditsina. Xo'p, endi bizni oxirgi savol, biz uchun, bizni kuzatayotgan barcha uchun bitta muhim maslahat sizdan, mana shu bir ekspert sifatida anchaga erishgan insonlarga yaxshilik qilyapsiz. Mana baribir missiyangiz odamlarni yaxshilash. Aytgansiz-ku, Rossiyada borib, o'sha ishlagan o'zbeklarga bo'lgan munosabatiga ichim og'rigan degansiz. Bu ham sizga bir turtki bo'lgan. Insonlarga yordam berish, o'zbekning nomini ko'tarish. Turgizish joyidan. Maslahatmi? Bolalaringizga e'tiborliroq bo'linglar, maslahatim. Nimaga? Men o'ylayman, insonning hayotidagi eng asosiy proyekt, hayotining ma'nosi bu farzand bo'lsa kerak. Hech qanaqa milliardlab dollar pul, mana Oskar Hartman zo'r aytganda, nikaki unicorni yaqin ham turmaydi. Google $1 trillion farzandga yaqin emas, aniq значение bo'yicha-da. Qilishingiz mumkin bo'lgan eng zo'r ish bu dunyoda, eng zo'r oxiri bu bitta yaxshi insonni tarbiyalab, o'zidan keyin qoldirib ketish. Bundan ustunroq narsa qilish imkoni yo'q. Hech qanaqa olimpiskiy medallar, hech qanaqa ham bilmayman, $100 million pullar bunga yaqin ham kelmaydi. Shuning uchun shunaqa bolalaringga qarang. Yana bir hozir bu yerda yana o'quvchilarimni o'ylab aytaman. Bizda katta yoshlilar ko'p. Ular farzandini o'sha tarbiyalab bo'lgan, uylab joylashib bo'lgan. Nevara. Ulargachi. Ha, nevara, unaqada. O'zichi. Keyingi pokoleniya. Faqat o'sha bolalarga muhtoj bo'lib, ulardan mehr kutib yashash emas-da, o'zi bilan shug'ullanish, masalan.
Bola bilan shug'ullanish uchun o'zingiz bilan shug'ullanishingiz kerakda. Agar yoshingiz уже qaysidir joyga borgan bo'lsa, просто hayotdan rohat oling. Juda qisqa. Hozir mana nafas olib turib, ovqat yeysiz, ertalab turib, shu oddiy narsadan rohat olish ham bitta katta masala. Kimdir ovqat ham yeolmaydi. Azizlar, bugungi suhbatdan siz o'zingizga nima oldingiz, qanday xulosaga keldingiz? Albatta fikrlaringiz bilan izohlarda bo'lishing va yanada ko'proq manfaatli ma'lumotlar, bilimlar olmoqchi bo'lsangiz, bizning ijtimoiy tarmoqlarimiz, Instagram va YouTube sahifalarimizga obuna bo'ling. Va shu bilan birgalikda sizlarga shunday savol bilan murojaat qilaman. Keyingi iroda nuqtasi suhbatimizda kimlar bilan suhbat olib borishimizni va qanday mavzular ko'tarishimizni xohlaysiz? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha xayr.